Bagadi papa, bedni papada uzumni pastani anaqasini yig'ib qo'rg'oshinni. Shunga o'xshagan bo'lgan ekan. Siz boshlanishi 10% taxminan 10% черный bo'lsa, 10% белый bo'lsa, 90% черный bo'ladi. Qiyinligi nimada? Chunki siz katta pulga o'rganib qolar ekansizda. Hech narsa qilmaysiz, faqat kalit bo'lasiz, katta pul topasiz. Katta pul o'rgangandan keyin bu biznesga ya'ni juda og'ir ko'rinar ekanda. Juda og'ir ko'rinar. O'shaning uchun qarasam hamma falon ish qilyotgandi, mana qilib ko'rdim, qarz bo'lib qoldi. Ne ish qildingiz? Hamma zo'r foyda topyotgandi. Sen o'zing kasbing nima? Sen men o'z kasbim duradgori. U tijoratchi. Ota bobosi kim bo'lgan? Siz ota bobosi tijoratchi bo'lgan. Adashmagan odam yutqizadi. O'shaning uchun ko'proq qanchalik ko'p adashsangiz, shunchalik tez yutuqqa erishasiz. Lekin degan joy bor. Bu yerda endi adashganlar juda ham ko'p. Faqat meni yutug'im kimdir buni 10 yilda erishadigan bo'lsa, bu yo'lni, ya'ni foydaga chiqadigan bo'lsa, men 2 yilda chiqishim mumkin. Shu meni yutug'im, ozgina tajribam orqamda ko'proq bo'lgani uchun. Lekin men ham adashaman. Shuni bilish kerakki, ya'ni siz adashasiz, siz yutqizasiz. Mana shu narsaga tayyor bo'lish kerak deb bilaman. Bizda qog'oz gapiradi. Assalomu alaykum do'stlar. Qog'oz gapiradi podkastimizning navbatdagi sonidamiz. Bugun sizlar bilan biznesdagi voqealar va uni qog'ozdagi asl holati qanaqa yoki qog'ozdagi holat nima-yu, biznesda aslida nimalar bo'lyapti degan masalalar to'g'risida gaplashamiz. Bugun studiyamizning mehmoni ko'pchiligimiz uchun ustoz bo'lgan tadbirkor, Europol, Nifrit suvlari, Elmi Premium, Startup Project qolganini aytaveraymi? Bo'ladi. Ko'pchiligimiz uchun suyukli bo'lgan biznes trener sifatida tanilgan ustozimiz Alisher aka Avazov. Alisher aka, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum va alaykum assalom. Qattiqroq rahmat bizani shunaqa suhbatga chaqirganingizga. Sizdagi insonlarni chaqirmasak, boshqa odamlar bilan biznesni, qog'ozi degan narsalarni ochib bera olmaymiz. Shuning uchun sizni tajribangiz, sizni biznes yo'llaringiz ko'pchilikga ham muhim deb o'ylaymiz, xudo xolasa. Va bugun endi siz bilan nafaqat biznes va biznesdagi qog'oz yuritilishi haqida ham suhbat quramiz. Keling Alisher aka, hozir ko'p bizneslar to'g'risida mana efirdan oldin ham gaplashdik. Mana Europol, Alibazar, Elmi Premium, Startup, Nifrit, yana qolganlari bor. Hali hammasini aytib o'tirmaymiz. Bir chekkadan boshlasak, o'zi Alisher Avazov kim o'zi degan savoldan va qachondan biznes boshlagansiz? Mayli, biznes boshlaguncha o'zingiz haqingizda qisqacha tanishtirib o'tsangiz. Xo'p, Alisher Avazov bugungi kunda o'zimni o'rta tadbirkor deb bilaman. O'zbekistondagi o'rta tadbirkorchi deb bilaman. Ayrimlar bunaqa deb o'ylamaydi, lekin haqiqatan shunaqa. Yoshim 47 da Toshkent shahrida tug'ilganman. Birinchi tadbirkorlikni o'zi tadbirkor deganda pul topishni oladigan bo'lsak 6 yoshimda. Birinchi biznes, birinchi do'kon ochishim 16 yoshimda, ya'ni 11-sinfda o'qiyotganimda birinchi do'konni ochganman. U bo'lsa ham Maxim Gorkiyda, hozirgi Buyuk Ipak yo'lini yerto'lasida do'konlar bo'ladi. O'sha yerda do'konni ijaraga olib, birinchi do'konim o'sha yerdan ochganman. Ungacha qatdan ko'pchilik aytadi, Alisher aka qatdan pul topgansiz, qatdan u do'konni ochgansiz, hozir tanish bilish kerak, o'quvga kerak, adamdan pul olishim kerak dedi. Yo'q. Bizni 5 yil o'sha yerda Maxim Gorkiyda Buyuk Ipak yo'li tepasida bozor bo'lgan. O'sha bozorda maktabdan keyin ishlab, tishimizga qo'yib, hamma narsa sotib, o'sha yerdan ozgina pul yig'ib, o'sha pulga ijaraga olib do'kon ochganmiz. Shu bizning birinchi do'konimiz bo'lgan. Ikkita xodimni boshqarishdan boshlagan, bitta xodimni boshqarishdan boshlagan ekanmiz. O'sha hozir 40-30 yildan beri xodimlarni boshqarish, 40 yildan beri biznes, ya'ni biznes deganda ish deymiz ingliz tilida. Shu ish bilan shug'ullanishni boshlaganimizga 40 yil, boshqaruvga biz 30 yildan oshdi inshaalloh. 6 yoshingizda nima qilgansiz? Voy, 6 yoshimda nima qilganman? 6 yoshimda juda ham qiziq narsa bo'lganda. Siz eslaysiz, hozir meni Z avlodlar eslolmaydi. Sharabara yurardi, eslaysizmi? Sharabara ko'chada yurardi. Biz butilka gelmasa. Baraka toping. Biz Maxim Gorkiyda yashardik. Maxim Gorkiyda hovlimiz bo'lardi. O'sha hovliga har shanba, yakshanba sharabara kelardi. O'sha aravasidan kelganda o'sha lo'lilar, ya'ni butilka olib chiqib, bizni sanga qanaqa juvachkalar har xil bodro, mana shunaqa narsalar berardi-da. Bir marta oldik, uydan butilkani olib, 2 marta oldik de, 3-marta menga qiziq bo'ldi. Savol berish boshladim. Nima qilishadi bu butilkani? Qatga olib borishadi, nima qilishadi?
doim bizni bir narsaga yechim olmoqchi bo'lsak, doim bizni savoldan boshlashimiz kerak. Ya'ni men o'zimga savol berishni boshlaganman o'sha payt 6 yoshda va o'sha savolim meni aylantirib Stiklotar degan do'konga borgan. Ya'ni qarasam, Stiklotar degan do'kon bor, bizning uyimizdan 1 kilometrga yetar yetmas. U yerda o'sha butilkani olib borsak, bizga pul beryapti. O'shanda esimda bor, Pepsi Cola bo'lardi, agar esingizda bo'lsa. U 10 tiyin bo'lardi butilkasi. Eng qimmati shampanskiy butilka berilardi. Adashmasam bir 20 tiyin berilardi. 10 tiyinga 20 tiyin, yani Toshkent suv butilkasiga 15 tiyin berilardi. O'shani keyin bizni bir haftada maktabdan 1-sinfga 6 yoshda chiqqanman, maktabdan qaytayotganda ariqlarni qarab, butilkani terib, xullas pivnushkalarga borib butilkani terib, shanba yakshanba kungacha terib, uni olib borib topshirardim. Ablah deyman, yoshligimda yomon ichimdan jahlim chiqardi. Endi sanistni aniq bilasiz, matematikani mana shu butilkaga 1 so'm 15 tiyin berish kerak. Butilka Stiklotar olib borsangiz 1 so'm berardi. Ablah indamasdan chiqib ketardi, esimda bordi, alam qilardi o'sha payt. Shundan qilib pul yig'ishni boshlaganmiz. Bizning birinchi biznesimiz shu bo'lgan. Voy, молодец. Bagadi papa, bedni papada uzma pasani anaqasini yig'yuradi, qo'rg'oshinni. Shunga o'xshagan bo'lgan ekan. Boshlanishidan bo'lgan ekan. Mana mashitda yana bitta narsa esimga kelyapti. Mashitda men hozir yukunda, mana yosh bolalar ko'p, ko'chada yuradi, salfet sotadi, kimdir pirojki sotadi, kimdir bir narsalar sotadi. Ko'rib qolsam, shu bolalarni o'zim esimga tushadi. O'zim esimga tushadi, keyin men ularga bitta narsa aytib qo'yaman. Bir narsani sotib olaman deb, meni eslab qolgan deyman. Meni yuzimni eslab qolsan deyman. Siz deb gapiraman. Otingiz nima deyman? Palon deydi. Siz meni eslab qoling deyman. Nimaga desam aytaman, eshingda tursin deyman. 20 yildan keyin sen Toshkentda eng cho'qqi zo'r ofisida o'tirasan deyman. Men qariyman. Men 65 yoshda bo'laman. Masjidga chiqib yurgan paytlarim bo'ladi. O'sha payt meni ko'rib qolsang, salomlashga to'xtagin, xo'pmi deyman. Ofisiga chiqib qolganimda meni qo'ying o'zingni oldingga, chunki sen milliarder bo'lasan, eng chempion, katta biznesmenlardan bo'lasan, xursand bo'lib ketadi. Zo'r motivatsiya. Ya'ni haqiqatan shunaqa bo'lib qolishi mumkin. 100 tadan bittasi bo'lib qolsa, meni baxtim-ku. Shunaqa. Shuning uchun bizni har doim kampni tarqatib yurishimiz kerak. Shunaqa ishni qilishni o'zimizga odatlantirganmiz. Молодец. Zo'r motivatsiya. O'zi ko'p biznesmenlarni motivatsion ustozi sifatida deb aniqmoqchi edim. O'sha ko'chadagi salfetka sotayotgan bolalarga ham o'sha motivatsiya berar ekansizda, zo'r narsa. Men buni sal boshqacharog'i, bir xil kelib anaqa sotaman deganda, endi kerak bo'lsa olaman, kerak emas bo'lsa kerak emas ham. Javob bo'lmasa deydi, keyin uyda dardini aytishni boshlaydi-da. Otam kasal, onam kasal deganda to'xta deyman. U yo'qni aytmasam, mamani sot deyman-da. To'ppa-to'g'ri. Mamani sot deyman. Qanaqa olmayapsiz? Qarang, qo'lingiz kirar ekandi, tuflingiz kirar ekandi. Nima qilib bo'lsa ham sen sotishni yo'lini topgan. Zo'r. Bunaqasiga anaqa qilaman. Keyin davay bor aytib ko'r degan boshqasiga boradi-da. Aka, mamani qo'lingizni artib olsangiz, maza qilib bemalol yurasiz, oladi-da odamlar. Zo'r. Xuddi shunaqa, sal boshqacha tomondan. Zo'r yechim. Bu ham menga dars bo'ldi. Da. Молодец, lekin 6 yoshdan, misol uchun biz ham o'sha sharaf aralardan narsa oyirardik, lekin bunaqa narsa hech xayolga kelmagan ekan. Qoyil. Qarang, 11-sinfdan birinchi do'konni boshladim biroz. Nima sotgansiz? Bizchi u yerda birinchi do'konimda oziq-ovqat sotganmiz. Ya'ni oziq-ovqat hamma narsa o'sha ovqatga produktga keladigan narsa. Taxminan 94-95 94da maktabni bitirganman, 94 bo'lgan bu. Birinchi biznesni boshlagansiz. Hujjat bilan boshlagansiz, hujjatsizmi? Ayyo, u yerda qanaqa hujjat? Umuman hech qanaqa hujjati esimda bor. Ya'ni hech qanaqa nalogivdan hech qanaqa hujjat bo'lmasdi. Umuman ijaradan boshqa hech narsani bermasdi. Naloglar bilan qanaqa so'rashardinglar? U payt unaqa nalogning n harfi yo'q edi. To'g'ri, nalog sistema 94-yil tashkil qilingan. Esimda bor, 96-yil kassa apparati joriy qilishni boshlagan. Biz qo'zg'olon to'polon ko'targanmiz. Qanaqa kassa apparat, kim buni ishlatadi? Rosa to'polon ensamiz qotgan. 98-yilgacha majburlashganmiz, ya'ni kassa apparat qo'y. 2 yil majburlashgan, keyin majbur sotib olganmiz. Prosta changga yotardi. Unga hech kim e'tibor bermasdi. Umuman hech kim $1 ham urmasdik. Bizda ichkarida keyin o'sha 20-30 ta do'konni ijarachini xo'jayini bo'lardi. O'sha keyin bittada urib yuborardi, bir narsa qilib yuborardi. Xullas biz ijaranchiga kirgizib yuborganmiz. O'rtoqlar zo'r davrlar bo'lgan ekan. Ko'rasizlar, kassa apparat nimaligini bilishmagan. Umuman bilmaganmiz kassa apparat nimaligini. Do'kondan boshladik, ketdik, sekin-sekin. Qachon hujjatlashtirishga o'tdingiz do'konni? Men prosta bugungi yana qamiz qog'oz gapiradi-da. Любой biznesda baribir kengayib borgan saringiz sizdan birinchidan kontragentingiz bilan
shartnoma tuzish boshlash kerak. Juda bo'lmasa-da, faqat soliq to'lash masalasida emas. Kontragentingiz bilan kelishuv bo'lishi kerak, shartnoma tuziladi, bitimlar va hokazo yuriladi va qaysidir darajaga kelganda shu sizga baribir yo yuristi, yo boshqa buxgalter, yo boshqa bir mutaxassisi xizmati kerak bo'ladi yoki uni nima deydi? Uni qobiliyati, uni mutaxassisligidan foydalanishingiz kerak bo'ladi. Qachondan boshlab sizda shunaqa holatlar boshlandi? Xo'p, o'zi hujjatda o'sha 98-yildan kassa apparat qo'yilishi boshlagandan keyin biz keyingi do'konlarimni ochganimda, mana biz undan keyin bilyardni ochdim, restoran ochdim, ko'p yo'nalishlarga o'tdim. Har bitta joyda endi albatta biz buxgalteriya yurg'izganmiz, faqat nomiga bo'lgan. Ya'ni u faqat soliq uchun buxgalteriya yurg'izilgan. Umuman 95% chorniy bo'lardi, 5% ham belgiga bormasdi, chunki nomiga, umuman boshqa narsa, boshqa respublikada hujjat bormi bor, ЧП bormi bor, o bormi bor, umuman shu narsaga qaralmasdi. Mana shunaqa ishlanardi va bu narsa yildan yilga sekin-sekin keyingiga sari sekin tartiblashishga harakat qilasiz. 2007-yilga kelgandan keyin men Yevropol kompaniyasiga asos solganimdan keyin o'shandan keyin sekin birinchi ЧП ochganmiz, ikkita ЧП, uchta ЧП qarasa bo'lmayapti. 2009dan boshlab biz ochib, o'shandan keyin sekin hujjatlashishga o'tganmiz. Ya'ni unda ham 10% taxminan 10% chorniy bo'lsa, 10% belli bo'lsa, 90% chorniy bo'lardi. Yevropol masalasida bu import asosan. Asosiy import. Nimadan boshlagansiz shuni? Import bizni juda qiynalganmiz importda, chunki u payt konvertatsiya yo'q, shunaqa sistemalar bor. O'shancha qiziqdi. Subhanalloh, bizda valyuta kontraktlar esimda bor. 2016 5 yillab osilyotdi valyuta kontraktlar. Ya'ni qanaqa yopishni bilmasdik uni, chunki sistema yo'q edi. ЧП olib kir, valyuta qil, uni anayoqqa tasha, buni konvertatsiya palon qil, buni olib chiqib ket. Xullas juda aniq bo'lgan. Esimda bor, biz qanaqa yo'l topardik u payt, biz valyutaga mahsulot sotadigan ishlab chiqaruvchilardan valyuta sotib olardik. Mana shu yo'li bo'lgan. Oxiri, ya'ni kimdir mana naski ishlab chiqaryapti. Naski ishlab chiqaryapti, Rossiyaga sotyapti. Unga valyuta kiryapti. O'sha valyutasini undan sotib olib, o'sha valyutani kontrakt qilib, u valyutani keyin haydirdik. Mana shunaqa qilib ishlaydik. Valyutani yarmi dollarga sotishga majbur edi. Majbur edi. 50% sotardi, 50% biz sotib olardik-da, qora bozor narxida va uni keyin u bizga haydab berardi. Mana shunaqa qilib ishlardik. U payt boshqa iloji ham yo'q edi. Juda og'ir vaziyat. Mayli, valyuta masalasi emas, biznes boshlashda, aynan o'sha Yevropolni boshlashda, birinchi qadam prosta ko'chaga chiqib ketdi. Qani qayerda nima bor ekan degan emas bu. Imенно nima turtki bo'lgan, aynan shu Yevropolni qilaman. Nima turtki bo'lgan shu hozirgi o'sha paytdagi kontragentlar bilan kontaktlar qanaqa qilib o'rnatilgan, nimadan boshlangan? Zo'r. O'zi biz 2007-yilgacha qurilish mollari biznesga kirib kelishdan oldin men boshqa biznesda bo'lganman, ya'ni igorniy biznesda bo'lganman. Igorniy biznesda juda oson pul topiladi. Esingizda bo'lsa 2005-larda hattoki litsenziya ham berilgan, igrov avtomatlarga O'zbekistonda litsenziyalar ham berilgan. Nima demoqchiman? Biznesni TTU bilan yig'ishtirganimizdan keyin, to'g'ri yo'lga kirganimizdan keyin juda qiyin bo'lgan. Qiyinligi nimada? Chunki siz katta pulga o'rganib qolar ekansiz-da. Hech narsa qilmaysiz, faqat kalit buraysiz, katta pul topasiz. Katta pul o'rgangandan keyin bu biznesga ya'ni juda og'ir ko'rinar ekanda, juda og'ir ko'rinar. O'shaning uchun 2005-2006-yilda yig'ishtirganimda oqto'ba, ko'kto'ba qilib to'g'ri biznesga kirmoqchi bo'lganda rosa qiynalganman. Pozitsiya qidirib, chunki $100 $150 qaytib keladi, juda kam ko'rinardi. Juda kam foydasi. Hozir sensatsiya $100 $150 qaytsa. To'g'ri, u payt $100 desa $200 kelardi. U ham juda ham kam ko'rinardi. Va o'shanda Parkinskiy bozor bo'lardi. Parkinskiy bozorda meni ikkita o'rtog'im qurilish mollari sotishardi. Ikkalasi ham chet elga qatnaydi, Xitoyga qatnaydi. O'shalar bilan birga men Xitoyga esimda bor, birinchi investitsiya $3000 bilan ketganman. Va borganimdan keyin pol yo'nalishini mo'ljallab pol olib kelganman, pol mahsulotlari. Shu bilan boshlangan. Lekin bitta narsani tushunish kerak, o'sha paytda taxminan 27 yosh bo'lsam va boshqarish bo'yicha 10 yil tajribam bo'lsa ham,
20 yil biznesda tajribam bo'lsa ham, mana yoshligimdan e'tibor berib ko'p bizneslarga kirgan bo'lsam ham, boshida 1 yil ubitgida yurganman. Ya'ni men ham adashganman. Men mutaxassislar bilan boryapman. Men yo'nalish topdim, lekin baribir pul tikib olib kelganimda 1 yil baribir ubitgida yurganman, chunki yo'lni topib olib, sotuv qilguncha, uni tizimlashtirib olguncha rosa paterli bo'lgan. 3 marta borganimda, 3 marta bir yilda Xitoyga borganman, uchalasi ham praktik ubitgaga kelgan. Yo'nalish to'g'rilab olguncha. O'shaning uchun hozirgi bolalar hayron qolasan, bittada boyib ketmoqchi bo'ladi-yu. Endi shuni aytmoqchi. Hazrat Shayx Muhammad Sodiq Muhammad hazratlarini rahmatulloh ma'ruzalarida joy bor edi. Hozirgi kunda qah qaramasang hamma qarz deydilar. Unisi bundan qarz, bunisi bundan qarz. Nima bo'ldi? Sen qarasam hamma falon ish qilyotdi, mana qilib ko'rdim, qarz bo'lib qoldi. Ne ish qilding? Hamma zo'r foyda topatdi. Sen o'zing kasbing nima? Sen men o'z kasbim duradgor. U-chi, u tijoratchi. Ota bobosi kim bo'lgan? Sen ota bobosi tijoratchi bo'lgan. Sen o'zingni kasbingni qilgan degan edilar-da. Hali ko'zimizga ko'ringan, chetdan qaraganda shirin ko'rinaveradi-yu, ko'zimizga ko'ringan hamma narsada darrov foyda ham yo'q. Uni baribir ilmini o'rganib ichiga kirmaguncha baribir qaysidir period yashab o'tib olish kerak. Siz o'sha aytayotganingizda 1 yil zararda yurdim degan holatingizda ko'pchilik meni tadbirkorlarga ham shunaqa holatda ozgina bir tavsiyalar berib qo'ysangiz bo'lardi. Menga kirishdan oldin ozgina ilmini o'rganlaring degan narsa bo'ldi-da hozir siz gapingiz. To'ppa-to'g'ri. Va o'sha e'tibor beringlar, hurmatli davrlar. Ashir akaning o'zlarida ham mana ko'pchilikka qancha motivatsion bir biznes trener sifatida qatnashsalar ham baribir o'sha boshlang'ich etapda 1 yil kamida 1 yil, menimcha kamida 1 yil minusda yurilgan. Keyin shunda holat Yevropol boshlandi. O'shandan buyoqqa hozirga qadar nechta proyekt qilgansiz? Proyektlarni sanasam, mayli son jihatdan har bittasini olmasa ham. Taxminan bir 10 tacha proyekt qilgandirman. 10 ta. Nechtasi proval? 70% proval. 7tasi proval. Bu normal holat. 70tasi proval. Rahmat, mana shu narsa kerak edi. Ko'pchilik tadbirkorlar ana qiladi, anu ish qilib ko'rdim, o'xshamadi, mana shu ish qilib ko'rdim, o'xshamadi deydi. Shu bilan duh o'tirib qoladi. Shunaqa. Da, shularga nima deysiz? Mana o'zingizni holatingizda 10 tadan 7tasi proval bo'ldi. Eng yutqizadigan odam harakat qilmagan odamda. Unda adashmagan odam yutqizadi. O'shaning uchun ko'proq qanchalik ko'p adashsangiz, shunchalik tez yutuqqa erishasiz. Lekin degan joy bor. Bu yerda endi adashganlar juda ham ko'p. Adashgandan keyin uni tahlil qilishni hamma ham qila olmaydi. Xatolarni tahlil qilib, unga kelajakka to'g'ri strategiya qilib, yana o'sha narsani boshlab ko'rish kerak. Ko'pincha bizani yoshlar ham qilayotgan ishi siz aytganda, ya'ni iPhone ni sotib ko'radi, iPhone dan tirikchilik qila olmasa boradi, ruchka sotib ko'radi. Ruchka sota olmasa bundan so'ng yo'q. Hammasida kuyadi-da. iPhone sotdingmi? Kuydingmi? Bo'ldi, mana shu yerda tahlil qilasan, hamma xatoni o'rganasan, iPhone bilan shug'ullanasan. Yana kuyasan, yana tahlil qilasan, yana katta bolalar bilan gaplashasan, maslahat qilasan, yana mana shu yo'lda yurasan. Yo'q, bizanikilar o'tadi, iPhone ni o'xshamasa, bo'ldi, bo'lmadi deyapti. 6 oydan keyin bu bilan shug'ullanyapti, chashka bilan shug'ullanyapti, choy bilan shug'ullanyapti. Bo'lmaydi, bu hammasida kuyasiz. o'tlab yurish kerak emas. Men o'zimning misolimdan aytaman. Misol uchun, men mana hozir 47 ga kirgan bo'lsam, bugungi kunda pol bo'yicha mutaxassis o'zimni O'zbekistonda lider deb bilaman, pol yo'nalishi bo'yicha, pol mahsulotlari bo'yicha, lekin mana buni orasida hozir oxirgi 3 yilda 3 ta 4 ta proyekt qilgan bo'lsam, aksariyatida qiynalyapmiz hali ham. Aksariyatida ayrimlar yopilib ham ketdi. Nima demoqchiman? Chunki men bitta yo'nalishda chempion bo'lganimdan keyin boshqa yo'nalishga o'tmoqchi bo'lsam, boshqa biznesga o'tmoqchi bo'lsam, to'g'ri, menda tajribam bor, lekin bu yo'nalishga tushib olish uchun baribir boshida zarar ko'raman. Faqat meni yutug'im kimdir buni 10 yilda erishadigan bo'lsa, bu yo'lni, ya'ni foydaga chiqadigan bo'lsa, men 2 yilda chiqishim mumkin. Shu meni yutug'im, ozgina tajribam orqamda ko'proq bo'lgani uchun. Lekin men ham adashaman. Shuni bilish kerakki, ya'ni siz adashasiz, siz yutqizasiz. Mana shu narsaga tayyor bo'lish kerak deb bilyapman. Mana yutqizish masalasida eng katta yutqizganingiz? Eng katta yutqizishim 2016-yil kompaniyam, Yevropol kompaniyasi $1,3 million ubitkada bo'lgan. $1 million Ipak yo'lidan bankdan kreditda bo'lgan. Mana shu holatda men qabul qilib olganman bu kompaniyani. 2016-yil. 16. $100 million taxminan ko'chadan qarzi bor. 2017 keyin katta skachok bo'ldi. 2017 keyin katta skachok bo'ldi. Men u payt 2006da barobar ko'tarildi.
Shunaqa ham bo'ldi. To'pidor 2016-yil men u payt Amerikaga ketgan paytim shunaqa bo'lgan, sherigimga tashlab ketganman kompaniyani. Ikkalamiz boshqarganmiz, salkam 10 yil Yevropolni birga boshqarganmiz va hammamizning o'zimizning mas'uliyatimiz bo'lgan. Va tashlab ketganimdan keyin albatta meni mas'uliyatimni u ko'tarolmagani uchun kompaniya inqirozga uchragan va kelganimizdan keyin biz o'sha narsani to'g'ri qaror qabul qilib kompaniyani TTU bilan sotib olganman, qarzi bilan sotib olganman bu kompaniyani. Nimada xatoga yo'l qo'ygansiz? 1 million 300 kichkinagina summa emas. Xato o'tdi. Birinchidan sherik bilan yaxshi sherik bo'lganmiz. Umuman bugungi kungacha e'tirozimiz yo'q. Xatoyimiz birinchidan bizda yozma ravishda shartnoma bo'lmagan. Ta'sischi nima qiladi? Birinchi ta'sischi necha foiz oladi? Ta'sischi nima qiladi? Undan tashqari xodim bo'laroq meni mas'uliyatim nima? Uni mas'uliyati nima? Bo'limlarni bo'lolmaganimiz, vazifalarni bo'lolmaganimiz va buni qog'ozga tushirib shartnoma qilmaganimiz bu juda ham katta xato bo'lgan. Uchinchi qilgan xatoyimiz bir xilda bizni sherik olganda go'yoki uni xatolari uchun men mas'ul emasman deb hisob qilamiz. Lekin bizni bilishimiz kerakki, sen sherik oldingmi, demak u sherikka har bitta gapi, har bitta qilayotgan qilig'i, har bitta harakati uchun sen boshingdan javobgar bo'lasan. Mana shuni ko'pchilik mas'ulini his qilmaydi. Ko'pchilik aytadiki, sherikchilikni anaqasini it etmaganmi, nima deydi? Sherikchilikni foydasini oshini ittatimaydi deydi. Lekin aslida sherikchilik hammaga emas. Sherikchilikni ko'tara oladigan, mas'uliyatni o'ziga ola oladigan inson uchun. Agar sen sherik olib adashgan bo'lsang, demak muammo senda, unda emas. Demak, sen hali sherikchilikka tayyor emassan. Sen bu sinovlarni belingda yoki yelkangdan olib o'tolmaydigan insonligingdan dalolat bo'ladi. Men shuni tahlil qildim. U yerda menda ayb bo'lgan, chunki men ketganman, mas'uliyatim bitta odamga tushgan. Shuning uchun kelib TTU bilan sotib olganmiz va bundan chiqqanmiz. 1 million 300 ga borguncha nega to'xtamagan orada? Zo'r, chunki manaqa bo'lganda biz o'sha kredit rashyotini olmaganmisizlar? Kredit rashyoti olinmagan. Men endi moliyaviy savodxonlik. Moliya savodxonlik yetmagan, chunki meni asosiy men parovoz edim-da. Kompaniyani men parovoz edim. Oldinga qarab tortadigan eshalon bo'lsa, 50 ta vagon, 100 ta vagon tortib ketadigan odam men edim-da. O'shanga men ketganimdan keyin kompaniyaga ozgina qiyinchiliklar paydo bo'lgan, chunki men ketganman, topshirganman, borgan. Parovoz inersiya bilan to'xtashni boshlagan va kompaniya TTU bilan yopilib ketadigan holat kelgan. Yoki majbur bo'lganmiz, vunujniy посадка bo'lgan. Amerikada bola chaqam, oilam, xotinim o'tda yashagan. Men kelib mashita mush parovozni boshidan tiklashga majbur bo'lganmiz, tikilganmiz va hozirgi kunda 1 yilga bormasdan qarzdan chiqib ketganmiz. Zo'r. Hozir mana sherikchilik masalasida ko'tardingiz-da, mana biznesmenlarga aynan sherikchilikda ishlashda haqiqatda juda ham menga ham shu so'z yoqmaydi. Sherikchilik osh ittatimaydi dedi. Aslida islomda ham ikkita sherik halol bo'ladigan bo'lsa, uchinchisi Alloh manman deb qo'ygan joyi bor-da. Shunaqa. O'shanga asli halol bo'la olmagan odamlar o'ylab topgan bo'lsa kerak bu gapni. Keyin endi halollik nuqtai nazaridan hamma narsa bor, lekin o'zimizdan o'tgan xato bor deyapsiz. Aynan sherikchilik masalasida nimalarni tavsiya qilgan bo'lardingiz? Yoki qaysi jihatlarga yana chuqurroq e'tibor berish kerak? Hozirgi kunda mana ko'p bizga konsultatsiyaga kelishadi, tadbirkorlar mana kechagina ham keldi. Почти har kuni qanaqadir suhbatimiz bor-da, tadbirkorlar bilan uchrashuvlarimiz. Mana o'sha yerda birinchi beradigan savolim, "Sen sheriging bilan shartnoma qilganmisan?" desam aksariyat ediyor. Sen o'lib qolsang, kim nima qiladi sheriging? Ertaga tekshiruv keldi, prokuratura keldi, kim qamaladi desam jim turishadi. Qaysi biring qamalasan deydi. Qaysi biring harakat qilasan? Qaysi biring javob berasan desam jim turishadi. Mana shu hamma narsani yozib olish kerak. O'lsang nima bo'ladi, tirik qolsang nima bo'ladi, qanaqa bo'lishadi, tekshiruv kelsa nima bo'ladi, inqiroz bo'lsa nima bo'ladi, kim necha foiz javob beradi, foyda bo'lib ketsa kim necha foiz javob beradi. Hamma narsani yozib, xat hujjat qilib olinglar deb men birinchi tavsiyam. Ikkinchisi beradiganim mas'uliyatli bo'lib olinglar. Ya'ni nima demoqchiman? Siz sotuv bo'limini boshqarayotgan bo'lsangiz, u CEO bo'lsa, xo'p, foizingiz bor, oyligingiz bor. Sizning mas'uliyatingiz bor. Ana endi siz bajara olmasangiz, men aytamanki, bo'ldi, sen bu joyni bo'shatib qo'y, o'rniga boshqa odam olinsin, u ta'sischi bo'lsin. Shu narsani kelishib oling. Aksariyatida shunaqa bo'ladiki, mana shu narsani kelishmagandagi, bo'ldi, sen meni hayda olmaydi. O'zining sherigini hayda olmaydi. Boshqaruvchi
lavozimdan haydolmaydi. Hayda olish kerak. Bemalol hayda oladigan, ya'ni agar kimdir undan yaxshiroq qiladigan odam bo'lsa, o'shani qo'yish kerak. Bu ikkinchi beradigan tavsiyam shu, asosiy shu. Va uchinchisi qadriyati to'g'ri kelishi kerak. Ha, u sanasa bo'y. Usiz iloji yo'q. Usiz iloji yo'q. O'zingizda qachondan boshlab aynan mana shu sherikchilik bitimlarini tuzish va mana Evropol 2016 dan boshlab bankrot bo'lib, keyin hammasini sotib olinmas. Qachondan boshlab to'xta, hamma joyga xat hujjat, qog'ozlarga e'tibor qilish kerak ekan. Endi sekin soliqqa ham o'tiladi, misol deylik o'sha sherikchilik shartnomasini ham, ko'chadagi bitimlarni ham, kontragentlar bilan ham, davlat bilan ham xat hujjatlarni qilish kerak ekan degan saznaniya deydimiz, nima, qachon shu narsani his qilib, qachondan bo'ldi bu yoqqa yuraman? Yo'q, oxirgi 2016-dan boshlab почти har yil buni his qilib kelyapmiz, har oy. Ya'ni biz xohlasak, xohlamasak bu narsa shunaqa tez forsir qilyaptiki, soliq organlari tarafdan biz oynadek bo'lib qoldik hozir. Практически, yani налево, chapga qadam tashlang, rastrel, прыжок на месте, provokatsiya, ya'ni cho'tki ishlashyapti, baraga topsa, ani oynadek chiqarib qo'yishdi. Shuning uchun biz majbur bo'lyapmiz 100% hamma narsani qonuniy, to'g'ri qilishga iloji ham qolmadi. Harakat qilasiz. Qolganlar o'lib ketyapti. Qilmaganlar o'lib ketyapti. Chunki men o'zim ko'zim bilan ko'raman, qilmaganlar qanaqa jarimalarga tushyapti. Xato qilish qimmatga tushyapti hozir. Juda. O'shaning uchun xatoni oldini olish uchun bizni o'zimiz lично men har yil o'zimni audit qildiraman. Kompaniyamni audit qildiraman. Audit kompaniyamiz bor. O'shalarga doim audit qilib turaman. Va har kvartalda ham tekshirib turaman. Baraka topkurlar, qaranglar, bizni moliyamiz yaxshimi? Hammasi to'g'ri ketyaptimi deb, va menga ular bu narsani hisobotini topshirishadi. Qaysi mutaxassislar bilan ishlaysiz? Auditor bilan ishlaysizmi? Albatta, audit kompaniya bilan ishlaymiz. Moliyachingiz bormi? Moliyachimiz bor. Soliq maslahatchingiz bormi? Soliq maslahatchimiz mana sizda endi. Nima yo'q bo'lgan shu paytgacha? Yo'q. Biznesingizni rivojlantirishda nima omillar xalaqit qilyapti hozir? Qaysi birida? Soliq nuqtai nazaridan, mana hujjatda, buxgalteriya, moliya, soliq qaysi bir xalaqit qilyapti yoki qaysi birida yetishmayapti? Bilim, tajriba. Xo'p, nisbatan oladigan bo'lsak, 2016-yilgacha nisbatan oladigan bo'lsa zo'r. 2016-yilgacha misol qaytadigan bo'lsam, bizni majbur bo'lganmizda tadbirkor bo'laroq bizani qora dog'imiz bo'lganda, o'g'ri deb ko'rishganda bizani. Hamma joyda o'g'ri deb ko'rishganda. Va bizni shunaqa holatda edikki, 2016-yilgacha boshimizni ko'tarishga qo'rqardik. Chop ketardi, shundan anaqa o'tib turardi, dolni benzopila o'tib turardi. Odamlar Malibu haydashga qo'rqardi. Voy, u shunaqa holatdiki, ya'ni men sizga bitta case gapirib beraman. O'sha 2016-yilgacha bo'lgan vaziyat. Bizga bir kun tekshiruv kelgandi. Tekshiruv o'sha, ya'ni 4 yilda bir marta keladigan tekshiruv kelgandi. Kompaniyamiz tekshirgan. Menimcha 2010larda bo'lgan, 2012larda bo'lgan tekshiruv kelgan. Tekshirgandan keyin baribir o'ta ayb topiladi. U payt iloji yo'q edi ishlab bo'lish, to'g'ri ishlashida. Keyin biz kelishganmiz. Kelishda oldin ular qo'rqitgan deb bizani. Qo'rqitgan. Ular doim qo'rqmasa hurmat qilmaysiz-da. Bitta отделdan qo'rqishardi doim. Qaysi? Bu keladi deb qo'rqitishardi. Men aytganman-da, "Hop, kim keladi? O'sha odam keladi kelsa" deganman-da men. Mana shu kelsa o'sha odam keladi deganman-da. Mana shu bitta gapimga ertasi kuni shunaqa og'ir vaziyat bo'lganki, men majbur bo'lganman do'konlarimni yopib qo'ygan edi, 1 hafta, 2 hafta ishlamasligiga. Menga TTU bilan aytishgan, "Короче" degan, "Evropol kompaniya boshqa bo'lmaydi, buzib yuboramiz" deyishgan. Evropol degan kompaniya bor, brendini o'zgartirasan, palon narsa qilasan, ochmasang ham, ya'ni shunaqa holatlar bo'lgan, bitta og'iz gapingiz uchun noto'g'ri gap emas. O'shalar keladi-da, kelsa deb aytganingiz o'ziga uni intonatsiyasi bor-da. Assalomu alaykummi, assalomu alaykum deyish bo'ladi. Assalom kesatib gapirsa bo'ladi. Endi kesatib gapirilgan modda-da.
shu holat uchun men 2 hafta uxlamasdan yechim qidirganman. Va zo'rg'a yalinib, shunaqa insonlarni ovora qilib, iltimos qilib, zo'rg'a yechimini topganman. Bunga 10 yildan oshib ketdi-da endi. Shunaqa og'riq bo'lgan, ya'ni bizlarni bir tiyinga olinmagan. Xohlasa buzib yuborishgan, xohlasa qamab yuborishgan, xohlasa nima qilsa qilishgan. Hozirchi? Xohlasa $100 bilan podstava qiladi-da, TTU bilan konfiskatsiya qilib yuboradi. O'sha payt shunaqa holatlar bo'lgan. Omboringizni TTU bilan konfiskatsiya qilib yuborish imkoniyati bor edi. Juda og'ir, juda anaqa edi. Hozir yo'q, hozir mana iloji boricha mana ommada gapira olmaydi shu narsani. Ommada turib gapirayotganim o'zi katta gap. Ya'ni bemalolchilik, qo'rqish yo'q. Hujjatda ideal ishlatsa bo'ladi, imkoniyat bor-da. Konvertatsiya qilishga imkoniyat bor, hujjatni to'g'ri ishlashga bor, yo'li bor. To'g'ri, mahsulotingiz nisbatan kimdandir qiymati balandroq chiqishi mumkin, qimmatroq bo'lishi mumkin, lekin aslida u qiymatni tushuntirib berish imkoniyati bor-da, mijozlarga. O'shaning uchun men aytamanki, bu yerda hozir imkoniyatlar bor ishlagani, men shunga xursandman, alhamdulillah. Maza qilib tinch uxlab olmaydi. Necha xil mutaxassis bilan ish yuritasiz? Mana sanadi-ku. Audit, moliya, soliq. Juda ko'p, har bitta yo'nalish. Sotuv bo'yicha mutaxassisim bor, marketing bo'yicha mutaxassisim bor, alohida. Anaqam bor, yuridik ishlar bo'yicha advokatim bor, undan maslahat qilib turaman. Yuridik kim? Yuridik, grajdanskiy ishlar bo'yicha mutaxassisim bor. Kim? Ayni xullas. Mayli, shaxs sifatida ayting, firmasini aytmaysiz. O'sha odam o'zi ham bir mazza qilsinlar. Ko'p, juda ham ko'p odamlar maslahat qilaman, har bitta qadamni o'ylab qilishga harakat qilamiz, shunda ham xato chiqadi. Nega? Endi Chunki soliq maslahatchisi yo'q. Soliq maslahatchimiz yo'q. Yaxshi to'g'ri. Yo'q. Nimaga xato chiqadi? Asosan nimada xato chiqadi? Davaychi boshqa tomondan. Xato chiqadi shunda ham. Nimada xato chiqadi? Sotuvda xato chiqadimi? Marketing noto'g'ri yo'l qo'yilgan bo'ladimi? Yo yuridikda xatomi? Yo soliqdami? Shunda ham xato chiqadi. Qani, bunaqa narsada bugungi kunda general o'zi boshqaruvchi, mana men o'zimni kompaniyam boshqaruvchisiman-da. Men u yerda kompaniyani, ya'ni kichkinagina o'zimni anaqamda, bu kichkina o'zimni davlatchamchi, kichkinagina, ya'ni o'zim muhidim, o'zimni qonunlarim, to'g'ri, umumiy qonunga bo'ysunamiz, lekin ichki tizimimiz, ichki qonunlarimiz bor. Muammo, men hamma narsada chempion bo'lishim kerak, ularni nazorat qilish uchun. Ya'ni o'zi boshqaruvchi bo'lish juda ham qiyin, juda ham oson emas-da bugungi kunda. Siz soliqqa ba'zi bilishingiz kerak. Strategiyalarni nima qatdan ko'rish bilish. Siz sotuv ba'zini bilishingiz kerak. Siz marketingni ba'zini bilishingiz kerak. Siz HR ni bilishingiz kerak. Siz moliyalash avtomatizatsiyasini bilishingiz kerak. Siz moliyani bilishingiz kerak. Hamma narsani bilish, strategiyani bilishingiz kerak, mahsulotni bilishingiz kerak. Xullas juda ham ko'p qirralari bor. Logistikada tushunishingiz kerak, omborni tizimida tushunishingiz kerak. Xullas juda-da nazorat qilish uchun, xodim qo'yib nazorat qilish uchun tushunishingiz kerak. O'shaning uchun avtomatически baribir qayerdadir e'tiborsizligimiz yoki bizani tizimimiz pam berib qo'yapti. Ozgina bir ikkita joyda xatolar ko'ryapmiz. To'xtang. Ya, siz boshqachasiga olib qochyapsiz. Siz auditor bilan ishlayapsiz, moliyachi bilan ishlayapsiz. Mana soliq masalasi bilan ishlamayotgan ekansiz, unisini gaplashib olamiz. Sotuv bo'limingiz bor, marketing bor, yurist bor. Buni hammasini siz o'zingiz bilishingiz kerak degani emas. Shuncha odam bilan ishlayapman deyapsiz. Shunda ham xato nimada bo'ladi? Xo'p, endi gapirib turmoqchisiz-da, men tushunmayman. Tekshiruv bo'ldimi oxirgi marta? Qachon bo'ldi? Yo'q, tekshiruv oxirgi marta 2 yil oldin bo'ldi. 2 yil oldin. Kamchilik chiqdimi? Kamchilik chiqdi. Summasini so'ramay chiqdi. Chiqdi. Demak, soliqda kamchilik bo'ldi. Bo'ldi. Yana nimalarda kamchilik bo'ldi? Keling, ya'ni chuqurlashimiz bunisiga. Ish yuzasidan, masalan, sotuvda nima xato ketdi, marketingda nima xato ketdi? Yo'q, hammasida xato bor. Men hozir qoniqsam zo'r desam noto'g'ri bo'lib qoladi-da. Chunki men qoniqayotganim yo'q. Hammasida xato bor. Bitta tushuncha bor-da, mana Alyans klubidagi Aziz aka borlar-ku. Gafar ular bilan bir ikkita maslahatlashib gaplashsam, ular ham aytdilar, keyin hali hammaga ustoz bo'ladigan Zafar aka Hoshimov ham Murod deydilar, biznesni eng zo'r marketologi biznes egasini o'zi. Shunaqa degan instrument aytdilar. Nega desam, chunki u o'zini qo'lida nima borligini, qayerda qanaqa kontakti borligini, qancha instrumenti borligini biladi. Marketologga bersang, u marketolog o'zidagi teoriyadagi instrumentlarni qo'llashga harakat qiladi. Sani instrumentlaring emas. Shuning uchun har doim sen marketolog bilan ishlasang, uni teoriyasidagi instrumentlarni olasan, uni teoriyasini ko'rib olganingdan keyin senda nima instrumentlar borligiga qarab turib foydalanasan deydi-da. O'shanga qoniqmayapman deganingiz bu o'zi normal holat.
chunki qoniqsangiz уже bo'ldi, уже to'xtash kerak deganida. Da, zo'r bo'ldi, desa to'xtash kerak bo'ladi. Zo'r bo'ldi, lekin yana kerak bo'ladi-da. Это как narkotik. man ochig'ini aytsam qoniqmayotganim xodimlarimdan qoniqmayapman. Nimasidan? Misol uchun mana kechagina majlis o'tkazdim-da. Xodimlarimni hammasini yig'dim-da. Boshqaruvchilarni ham, bugungi kunda sotuvchilarni ham yig'dim-da. Aytdimki, menga qaralaring dedim. Orasida yaxshi topadiganlar bor, orasida hali nisbatan kam topadiganlar bor. Men aytdimki, menga qaralaring dedim. Kim bir yilda $5000 pul topmoqchi dedim. Mana kim sizlardan dedim, 30 tacha odam o'tiribdi. Kim sizlardan dedim, $5000 oyiga pul topmoqchi dedim. Stabilni topmoqchi. Agar topmasa, men cho'nchayimdan qo'shib beraman. Kim topmoqchi desa, aksariyat qo'l ko'tar. Zo'r dedim. Endi dedim, men sizlarga har haftaga ish beraman dedim. 10 so'm ish beraman dedim. 1 soat, 2 soat vaqtingizdan oladi dedim. O'sha ishlarni qilib borasizlar. 1 yildan keyin agar $5000 pul topmasanglar, men o'zimdan pul to'layman. Meni gapim bilasizlar, men hech qachon gapimga javob bermagan joyim bormi desam, yo'q deydi. Zo'r dedim. Keyin o'yladimda, undan ham yengillashtirib berdim. Aytdimki, endi dedim, 10 sonlashtiramiz dedim. Mana shu 3 oyda men aytgan ishni qilasizlar dedim. 3 oyda $1000 pul topmasanglar, men $1000 ga qo'shib beraman dedim. Keyingi 3 oyda $2000 pul topmasanglar, men $2000 cho'nchayimdan pul to'layman dedim. Keyin $5000 chiqasizlar dedim. Ya'ni 10 so'm 3 oy yaqinmi dedim, yaqin dedim. Har oy, har hafta qilasizlar dedim. Birinchi haftaga sizlarni ishinglar dedim. Men dedim, mana skript bor, sotuv skripti bordi. Men o'zim yozganman, sotuv skriptni o'zim yozganman. Chunki men sotuvchi bo'lib, uni tahlil qilib yozganman-da. Mana mana shu skriptni dedim, 50 marta kuniga qaytarasizlar. Haftasiga 350 minutda bo'ladi. 2 soat vaqtingiz. Prosta bir yil bilan anaqa role play qilasizlar. Bo'ldi mana shu. Dedim, bir hafta o'tdi, hech kim indamadi. Yana 3 kun o'tdi, yana indamadi. Keyin men video jo'natib qo'ydim. Menga qaranglar, kerakmi sizlarga qilinglar. Keyingi hafta produkt bo'yicha beraman. Undan keyin boshqa narsa bo'yicha beraman. Ya'ni ketma-ketlik juda ham oson ishlab bermoqchi edim aslida. Muammo bizni Z avlodimizda nimadir borki, bizni ularga xohlagan narsamizni qildirib bera olmaymiz. Biz ularni tushunmaymiz. Mana bunaqa o'tiradigan orqa yo'q bo'ladi. Balkim. Mana menda kuchli xodimlar ishlaydi. Mana siz boya anaqani aytdingiz, marketing bo'yicha Aziz Gaparov aytdingiz. Yaxshi, menda ham kuchli marketolog ishlaydi. Haqiqatan tajribali, katta kompaniyada ishlagan marketolog ishlaydi-da. Lekin ularni ham 50-60% ishini men ko'rsatib bermasam qilisha olmayapti. Tasavvur qiling, katta, men hozir otini aytsam, qaysi bir kompaniya chiqqanini hayron bo'lib qolasiz. Juda katta kompaniya, yaxshi cheklik ishlashgan. Sotuvda ham shunaqa. Sotuvda ham kuchli sotuvchilar olganman, kuchli anaqalar, lekin baribir men aytgan ishim qoniqmayapman. Qoniqmayotgani nimaga? Balki meni talablarim kuchlidir. Chunki men tez forsirni o'sishim kerak. Men bilan anaqa qilish olmayapti. Ya'ni qayerdadir menda men xato qilyapman. O'shanga men aytmoqchimanki, menda mana shu kamchiliklarim bor. Eng yoqmaydigan narsa men uchun aynan men boshqaruvchi bo'lib, kotiba bo'lish yoqtirmayman. Bolalar ham biladi. Eng yoqtirmagan narsam nima desam, Alisher kotiba bo'lish. Chunki kotiba bo'lish degani, "Voy, anoni qildingmi? Men uni qildingmi? Ani nima bo'ldi? Ish deysiz-ku." Shu kotibalikda. Umuman boshqacharoq qilaman. G'ildirayni aylantirib turadigan odam bo'lishni xohlaman. Qanaqa? Sal g'ildiraysanlar deyman. Aylanmaydigan g'ildiraysanlar. Har gal ketdingdan yurib aylantirib turishim kerak. Va dumalatib yuboraman-da, azmin borib to'xtaysan. Ketdingdan bor yana dumalatib yuborishim kerak. Hozir mana sizni kelishdan oldin men 1 soat yana bitta narsa tizim joriy qilyapman. Ya'ni bularni bu Z avlodda instrumentlarni kuchaytirib boryapman. Kundan kunga men yana hozir bitta instrument joriy qilyapman. Qani endi buni ko'ramiz. MVP qilib ko'ramiz, ishlaydimi, ishlamaydi. Men xohlaganda ishlash kerak-da. Ya'ni men xohlagan natijalarni erishtirib berish kerak shu bolalar. Yo chopiladi, yo men aytgan narsani qiladi. Alisher akam bir anaqa qiluvdilar, trening qiluvdilar. Alisher Kasayev. O'sha yerda iminni avlodlarga bo'lib, qaysi avlodga qanaqa munosabatda bo'lish kerak ish beruvchi sifatida degan narsani aniq qiluvdilar va ko'rsatib beruvdilar. Iminni hozirgi Z avlodga bularga chista o'yin sifatida va konkurs sifatida bermasang, ular o'shni qotadi dedilar. Balki bunaqasiga qilib ko'rarsiz. Qarang, 50 ta, qaysi biring 50 ta qilsak, falon narsa beraman desangiz, ishlaydi bu, ishlaydi. Konkurs kim birinchi 50 ta
ishlaydi. Mana misol uchun ishlashini sababi men praktikman. Men har kuni ham dars beradigan bo'lsam ham praktikman. Ya'ni praktikada har bir narsani qo'llayman. Misol qilib aytadigan bo'lsak, bu ishlaydi. Ishxonamga borsangiz ko'rasiz, har bitta ishxonamda, ofisimda men o'tirgan joyda turnik turadi, brus turadi. Kecha borgan joyingizda ham bordi. Sizga qildirtira olmadim. Nimagadir esimdan chiqib ketdi. Nega? O'sha aytaman-da, yo brus yo turnik yo anaqa qilamiz-da, yo turnik yo brus yo ajmani qilamiz. Nalogi deb qo'rqdingizmi deyman. Balkim kim kelgan bo'lsa aksariyatga qildirganman-da. Ya'ni Murod aka Alisher aka hamma qildi-da o'sha yerda turnik brus qildik-da. Xo'p, zeriksam ofisdan chiqaman-da, hammasi zaytavlot. Tak deyman, kim mendan ko'p qilsa deyman brus, davay $100 hadya deyman. Ketdi hammasi qilgan motivatsiya olgan yoki aytaman, kim 20 ta turnik qilsa $200 chiqlaring, hammasi chiqadi. Keyin alohida aytaman, san 20 ta qilsang $100 deyman, harakat qiladi. Yoki aytaman, kimdir kirib keladi-da, hamma turibdi, agar mana shu bolaga 10 ta qildirsanglar, hammaga $100 da deyman. Juda harakat qildirishadi. Xullas bor, anu hayotida qilmagan bo'lsa 3-4 ta harakat qilib ko'raman debdi. Keyin ularga bir haftaga anaqa yechim beraman. Ya'ni mana bir haftada nechta qila olasan? Nechtaga chiqa olasan? 20 taga. Bo'ldi, 20 ta agar bir hafta qilsang, keyingi jumagacha boyga lit shunaqa topshirib bering. $100 beraman desam, ofisda o'tiribman, qiy qilaveradi. Bunda qarasangiz, turnik tayyorgarchilik qilib sotgan bo'ladi bir hafta. $100 Franklinni kuchi qursin deyman. Xullas bu ishlaydi, nisbatan nimagadir ishlaydi, nimagadir ishlamaydi. Buni ham nimagadir ishlaydi deganim, bu jismoniy tarbiya, bu oson ish. Biza sizga jismoniy tarbiya bilan ishlaydigan zaytavlot kerak emas-da. Ular arzon turadi, 3 million, 5 million turadi. Bizga miyasi bilan, kallasi bilan ishlaydiganlar, fikrlaydiganlar kerak. Fikrlash bu stress, fikrlash bu og'riq. O'shaning uchun fikrlash deganda qochishadi-da. Fikrlaydiganlarni topishimiz kerak. Katta pul o'sha yerda. Da. Qarang, bunday narsa, siz hozir mana bir nechta mutaxassislar bilan ishlayman deyapsiz. Bizda hozir kecha siz bilan gaplashganimizda aniq qildingiz. To'xtang, hozir bu so'zga o'tishdan oldin boshqa narsani so'ramoqchiman. Yevropol masalasida hozirgi proyektlaringiz, yurib turgan proyektlar Yevropol. Yana qaysi? Hozirgi kunda Yevropol yurib turibdi. Alma kompaniyamiz yuryapti. Yevropol bu pol mahsulotlari bo'yicha 1,5 ming mahsulotga SKU'ga ega. Anaqa Alma bu buyurtma mebel, premium zakaz buyurtma mebelni qiladi. Mana shu mebelga taalluqli hamma narsani qilamiz. Nefrit biz suv ishlab chiqaramiz. Shu asosiy 3 ta yo'nalishimiz va biznes treningni ham qilamiz. Strategiya, necha yillik strategiyangiz bor? Menda 2030-yilgacha aynan raqamlarda chizilgan Yevropolda strategiyam bor. Hozir qaysi darajada, 2030-yilda qaysi darajada bo'lish kerak? Juda qolib ketyapman. Hozirgi strategiyamda hozirgi kunda bizda nima bilan o'lchaysiz strategiyani o'sish sur'atini? Kapitalizatsiya bilan. Hozir qaysi holatda va 30-yilga borganda qaysi holatga chiqish kerak? Xo'p, Yevropolda filiallar, оборот va hokazo. Yevropolda kapitalizatsiyasi bugungi kunda oldingi yil sanaganimizda $10 million bo'lsa, bu yil taxminan $15 million ga yaqin, balki bundan ko'p bitta sanab ko'rish kerak. Yil oxirida sanaymiz buni. Xo'p, 2030-yilgacha kapitalizatsiyasi meni strategiyam bo'yicha $250 million bo'lishi kerak. Hop, 1 yillik aylanmasi hozir raqamlarda eslaydigan bo'lsam, tak 1 yillik hammasi 10 million kvadrat bo'ladigan bo'lsa, 10 million kvadrat. Hop, taxminan 10 million kvadrat $100 million bo'lar ekan demak. Bozor qancha o'zi? Bozor bugungi kunda umumiy pol mahsuloti bozori 30 million, 35 million atrofida. Demak, siz taxminan 60% olmoqsiz. Yo'q, 30%. 25-30%, 10 million. Yo'q, hozir 10 million, lekin Yo'q, 20 millionga chiqaman deyapsiz-ku. Yo'q, bu o'sha meni strategiyamda $100 million оборотga chiqish kerak. $100 million hozir оборотim yo'q meni. Yo'q, hozir nima? 30% ga chiqishim kerak bozorga. Chiqishingiz kerak degani. Ha. U nechta filial bor? Hozirgi kunda 13 ta filiali bor Yevropolda. Hop, qarang. Kiloda tekshiruv bo'lgan ekan. Xato chiqqan ekan. Har yil aytayotganingiz kapitalizatsiya 200 ga chiqishim kerak deyapsiz. Bu degani har yil 2x o'sishi kerak degani. Kamida. Da, 15 bo'lsa 15 30, 30 60, 60 120, 120 250 ga chiqadi-da. Shunaqa. Уже hisoblab ko'rdim. Har yil 2x rashyot bo'lib turgan ekan.
Соответственно, bitta xato 5 baravar ko'tariladi-yu. U tomonni hisobini oldingizmi? To'g'ri aytyapsiz. Xato deganda nimani tushunyapmiz? Mana o'sha oddiy tekshiruvdagi xato chiqdi deyapsiz. Zo'r. Xuddi shu tempda ketadigan bo'lsa, Zo'r. o'sha xatoni yo'l qo'ymaslik uchun nima choralar ko'ryapsiz? Himoya qobig'iga. Zo'r. Mana kecha Murod aka bilan maslahatlashdik. Murod akam bilan birga yana bitta biz audit qilib tekshiradigan bo'lganmiz. Bu bitta yechim. Biz doim tekshiruvdan charchamaymiz, chunki mani kelajakka qo'ygan strategiyamda to'sqinlik bo'lishi kerak emas-da. Agar to'sqinlik bo'lib, ya'ni bizda tizimda bizani soliqdagi bo'layotgan vaziyatlar tekis bo'lmasa, albatta men rivojlana olmayman. Endi sizga o'sha kecha mani o'zi kecha siz bilan bo'lgan aniq edi podkastda. Endi hozir bu podkastimiz qachon chiqadi hali noma'lum. Balki sizgidan oldin chiqadimi, keyin chiqadimi? O'zi o'rtoqlar kecha Ashir akam mani ozgina anaqa qilgan edilar. Kimsan o'zi deb bir tuzlagan edilar. O'shandan sekin navarotini boshlaymiz-da. Mayli, o'sha kechagi suhbatimizdan kelib chiqib, men UGS deb anaqa qilib, strategiya nima deganingizda, men o'sha faqat soliq emas, kompleksni hammasiga qarab yuramiz deyotgandik. Именно o'sha UGS deganimiz, ya'ni o'rtak global qilganmiz, pastda UGS qilingan. UGS hozir siz aytayotgan hamma eng kuchlilarni yig'ganda. Tadbirkor uchun bu qanchalik effekt beradi? O'zi umuman kuchli mana shu audit, moliyachi hammasi bor deydigan narsa tadbirkor uchun qulaylikmi yoki o'zi baribir ko'chadan topib olgani yaxshimi? Yoki har bittasi bitta maydonda eng kuchlilar yig'ilgani u uchun ishonchliroq maydonmi? Zo'r savol berdingiz. To'ppa-to'g'ri men uchun albatta komfort bitta joyda hammasi bo'lsa, lekin men ishonishim kerak, hammasi kuchliligida. Juda o'ylantiradi. Hammasi kuchli bir joyda bo'lsa, aksariyatda agar rasfoks bo'lib ketmasa, bu zo'r. Lekin aslida mana bizda pozitsioniring degan narsa bor. Biznesda pozitsioniring degani, ya'ni bitta narsada chempion bo'lish. Buni doim ishi 5 bo'lganda, hamma narsadan zo'r bo'lgandan ko'ra bitta narsadan chempion bo'lish doim yutib chiqqan. Misol uchun biz oshxonaga hozir boradigan bo'lsak, ana oshxonalar bor, hamma ovqati zo'rda, lekin osh yegimiz kelsa faqat osh qiladigan joy bor. O'shani aytmoqchimanki, bu zo'r strategiya qachonki siz pozitsioniraniyada mani fikrim, mani mafkuram, mani subyektiv fikrim, qachonki siz Murod akani Utex kompaniyasi O'zbekistonda o'zini yo'nalishi bo'yicha audit va Spartanislar bo'yicha chempion bo'lib, bozorda hamma tan olib top of mind bo'lgandan keyin qo'shimcha produkt qo'shilsa, vash idealni bo'ladi deb bilardim. Tak, mana o'sha значит sizga to'g'ri yetkazib bera olmayman. Misol uchun men o'zimda Utex buxgalteriya qilasizlarmi deyishadi. Audit o'tkazib berasanmi deydi. Bizda soliq auditi bor, buxgalterskiy audit yo'q. Buxgalteriya yuritmaymiz. Восстановление qilib berasanmi? Yo'q. Menda узкий profil, faqat soliq bilan shug'ullanaman. Siz aytganingizdek, meni maqsadim soliq bo'yicha chempion bo'lish. Va boyagi Utex Group sistema, o'rtak global proyekti bo'yicha Utex Group degani shunaqa o'zini sohasidagi узкий profildagi chempionlarni yig'gan maydon. Zo'r. Bitta Utex o'zi hammasini qiladi emas. Utex yana qaysidir outsource buxgalteriya bor. Anu auditor, moshniy auditor, falonchi yurist, kuchli yurist, anu zo'r advokat, hammasi o'zini sohasidagi chempionlarni yig'adigan maydon shakllantirmoqchi. Zo'r. Siz kelasiz, Lyuboydan surishtirsangiz, aslida ko'chadan surishtirsangiz ham bu zo'r deyshadi. Utex aytadi, mana shu zo'rlar yig'ilgan deydi. Menga kelsangiz hamma zo'rlar bor, xohlasangiz ko'chadan surishtirib oling deydi. Zo'r, bu juda ham zo'r. Bunaqa maydon qilyapti. Aslida rasfokusирование ketmaydi bu yerda. Menda fokus faqat soliqda qolaveradi. Просто hammani o'rtoqlik keling, bitta joyga yig'ilamiz bu yerda. Agar bunaqa bo'ladigan bo'lsa, juda zo'r bo'ladi. Men ishlatib ko'rgan bo'lardim. Kichkinagina xursand bo'lib ham edim. Xudo xolasa bitta bir ikki marta o'sha foydalangan ustoz tadbirkorimiz borlar, Zafar aka. Qani, Murod, davay foydalanib ko'raman dedilar. Aslida haqiqatda men o'zim ham maza qilyapman. Chunki Muroddan срочно aniq kerak, yurist kerak bo'lib qoldi. Bo'ldi, sразу yurist обеспечена, срочно falon kadr kerak bo'lib qoldi. Обеспечена, yana bitta juda katta bir tadbirkorimiz bor. Tursunoy aka, Turon. Ekstreni kechqurun telefon qildilar. Срочно falon viloyatga advokat jo'natishimiz kerak bo'lyapti. Misol uchun ishonchli advokat kechqurun qayerdan topasiz-da? Bormi yaxshi kuchli advokat? Bo'ldi. Dalil bilan ertalab уже advokat tushadi-da. Endi mana zo'r narsalarni gapirdingiz. O'zi agar Zafar akamni poligonidan o'tsa, chunki Zafar akam kadrga e'tibori va undan so'kinni chiqarishga qo'pol qilayotganda juda kuchli inson.
Nimaga men bunaqa deyapman? Chunki ko'chada korzinkadan chiqqan xodimlar talash. Korzinkadan chiqayotgan xodimlar doim mana men doim anaqada talabda va ularga e'tibor boshqacha. Ko'p kadrlarda o'zi. Mana boshqa qo'pol aytganda boshqa brendlarni aytmaymiz. Gipermarketlar, mana shu raqobatchilarni aytmaymiz. Ulardan chiqqan kadrlarni men ishlatib ko'rganman. Va korzinkadan chiqqan kadrni ko'rganman. Va buni faqat men mafkura emas, chunki men boshqa brendlarni aytishim mumkin. Qaysi brendlar ularni tahlilni qilib doim korzinkadan chiqqanlarni oladi va yutqizmagan. Chunki hammani, ya'ni bizani subyektiv, mana shu tadbirkorlar guruhimizdagi subyektiv fikrimiz o'ta yaxshi shkola. Ana Zafar akam o'ta nima edi, не избалывает, anaqa qilmaydi, ularni balovat qilmaydi. Shunaqa. Balovat qilmaydi. To'g'ri, sen 5 so'm topishing mumkin, deyish meni fikrim, deyishlari mumkin, 5 so'm topishing mumkin, lekin sen menda 2 so'mga ishlaysan va ertaga Misorobkadan chiqasan. Misorobkadan chiqasan, 5 so'mlik kadr bo'lasan deydi. Haqiqatan chiqqandan keyin biz uni 5 so'm to'lab ishlatamizda. O'sha tarafdan agar siz bu misorobkadan o'tadigan bo'lsangiz, bo'ldi-da, muammo yo'q. Ya'ni bizni sizni mijozingiz bo'lib qolamiz. Shunaqa maydon aslida tadbirkorlar uchun qanchalik muhim demoqchiman. Juda muhim. Chunki men o'zim hozir bu narsani ko'rayotganim nimada, mana situatsiya 16-yildan keyin men o'sha hujjat bilan ishlashga majbur bo'ldim. Hozir kun kelib davlat nafaqat soliq organi demasak ham hamma tomonidan elektron boshqaruv, nazorat kuchli, o'sha shaklli rastrelda. Shunaqa joyda o'sha kuchli mutaxassislar bilan himoyalanib yurmasa odam, shunaqa har qanday xato qimmatga tushishi mumkin. To'g'ri aytyapsiz. Men hattoki esimga tushib ketdi. O'sha 2010 aslida o'zi esimga tushib ketdi hozir bir narsa. Aslida o'zi 2016-yilgacha biz juda kuchli maktab oldik. Juda kuchli maktab oldik, chunki biza anaqada yurdik. Ya'ni har kuni qayergadir grant otib qolishardi. Bilmasdingiz qayerda bo'lib qolishingizni kechqurun va shunaqa strategiyalar o'ylab chiqqan edikki, ishlash uchun qolgan davlatdagi anaqalar moliyachilar mazasi qochib qolardi. Men esimda bor, Amerikaga borganman-da, 2008-yil Amerikaga borganman-da. Men 2008-yildan beri Amerikaga borishga qatnashganman. O'sha yerda esimda 2010dami, 2012dan borganimda men yurist oldiga borganman. Endi moliyachi, ya'ni buxgalteriyadan boradigan moliyachi. U o'tda misol uchun qanaqa qilib to'g'ri siz aytgandek qanaqa qonuniy ravishda anaqani xarajatlarni kamaytirsa bo'ladi degan yuristga borganman. Eronga. Va men unga strategiyani tuzib berganman. Mana bunaqa qilamiz, bu yerga pul tushadi, bu yerdan keyin mana bunaqa bo'ladi, bu yerdan keyin valyuta bu yerga tushadi deb hammasini tuzib berganman. Mazasi qochib qolgan. Qanaqa ishlayapsiz dedi. Tushunmagan u, qanaqa qilsa bo'ladi bunaqa. Ya'ni unaqa sistemani ko'rmagan ekan-da. Ya'ni bizga o'sha payt yaxshi maktab bo'lgan demoqchiman-da. Zo'r. Hisob kitobni kim yuritadi sizni? Hisob kitobni buxgalteriyadan tashqari bizda o'sha moliya nazoratimiz bor. Uni ustida bizani upravляющий, mana shu moliyaga nazorat javob beradigan boshqaruvchimiz bor. U direktor lavozimida Yevropolda o'sha nazorat qiladi va menga hisobot topshiradi. Hisobotni baribir ko'rib sirazi o'zgarishlarni qanaqa sezasiz? Hisobotga qarab. O'tda menimcha qiyin joyi yo'q. Forma 1 bilan Forma 2 ni ko'rganingizda qiyin joyi yo'q. O'tda menimcha juda ham adashish ehtimoli borligini qayerdan bilasiz? To'g'ri aytyapsiz. Menga asosiy raqamni ko'raman, men chuqurlashmayman. Chuqurlash uchun ularga kontr nastupleniya qilib men audit qilib qo'yganman. Har 3 oy, har 1 yilda bir marta, kamida tak bo'lmasam 3 oyda, uzoq 6 oyda bir marta audit qildiraman-da. Ularga podchiniyatsiya qilmagani uchun men ko'raman u narsani. Qarama-qarshi instrumentim bor. Zo'r. Demak, baribir tegishli kadrlar bilan baribir o'zingizni nazorat qilasiz. Xuddi shunaqa. Bundan tashqari to'liq ishonib qo'yish yo'q deb baribir. Yo'q, bundan tashqari mana bizda moliya avtomatizatsiya tizimi bor-da. Ya'ni biz ichki anaqada mo'y sklad ishlatamiz. O'sha mo'y skladni ham har oy audit qildirtiraman. Kuchli mo'y skladchiga, ya'ni audit qildirib, meni butun sistemam to'g'ri ishlatdimmi, noto'g'ri ishlatdimmi, xatolarni ko'rsataman. Tekshirib ko'rishimiz kerak ekan-da. Aynan. Yo'q, men qaysi yaxshi ma'noda soliq maslahatchisi sifatida. Bo'ldi. Raqobatchilaringiz bormi? Kim? Zo'r savol berdingiz. Men o'z aslida O'zbekistonda meni yo'nalishimda raqobatchi yo'q deb bilaman. Meni segmentimda sotadigan raqobatchilar yo'q. Bo'lsa ham bizdan zaif deb bilaman.
Nega unaqa arzon qildilar? Yo, arzon arzon segmentlarda arzon pol mahsulotlarida bor, lekin mani segmentimda raqobatchi yo'q. Endi qayerda raqobatchi bor desangiz, O'zbekistonda emas. Men Moskvaga boraman. Moskvada borganimda o'sha yerda to'p yig'ilish bor, polchalarning to'p yig'ilishi, bizlar borib turaman deb. Ana o'sha yerda og'riq paydo bo'ladi va bilaman, men juda ham kichkina bolaligimni ularda raqobatchi ko'raman men. Chunki ularni ayrimlari kirib kelyapti O'zbekistonga va shu yerda men raqobatchi ko'raman. men boshqacha o'ylagan bo'lardim. Har bitta sizni produktingizni analogini yoki zaменительni sotayotgan har qanday kichik tadbirkor ham, hattoki YTT ham sizni raqobatchingiz deb o'ylasamchi? Bo'lishi mumkin. Bordi, pulim yetmadi, arzonrog'i bor ekan, uni olaman. Bo'lishi Bu mumkin. raqobat-ku. To'ppa-to'g'ri bo'lishi mumkin. Siz prosta segmentga qarab ajratyapsiz. Zo'r. Men misol uchun men Bentley sotaman-da. Men Mercedes, Bentley sotaman-da. Men anaqaga GM ga qaramayman. GM bozorining o'zi bor. O'zining bozori bor. Meni o'zim bozorim bor. Meni segmentim o'zining bozori bor. Agar meni segmentimda men tor yo'nalish ishlayman-da. Men agar o'zimni segmentimni qaraydigan bo'lsam, menda raqobatchi bor nisbatan, lekin men ularni tahlil qilib turaman. Biz SWOT analiz qilamiz. Tahlilimda asosiy men Rossiyadagi anaqalarga qarayman, guruhlarga qarayman. Chunki men raqobat agar men o'zimdan оборот kamroqni SWOT analiz qiladigan bo'lsam, menda og'riq paydo bo'lmaydi. Men rivojlana olmayman. Anularni ko'rganimda 100 dan 1ligimni ko'rib mazam qochadi, yuragim o'ynashni boshlaydi. Nimaga men bunaqa kichkinaman deb ichimda jahl uyg'onadi. O'zi rivojlanish og'riqdan kelib chiqadi. Sizni klientlaringiz kim? Meni mijozlarim o'rtacha $5000 plus topadigan insonlar oyiga. Tadbirkor. Tadbirkor, Yo, biznesmen, jismoniy shaxs. jismoniy shaxslar $5000 plus topadigan oyiga inson. Xo'p. Unaqa segment O'zbekiston bozorida qancha bor? Xo'p, unaqa segment o'zi $5000 plus topadiganlarni oladigan bo'lsa, hisobot bo'yicha o'rtacha men olardim, umumiy bozorimizdan 5% deb olardim. 5%. Bozor o'zi qancha? U bozorni o'zi boyagida aytganimdek, ya'ni pol mahsulotlarining bozori 35-40 million atrofida. Oyiga. Yo'q, yil. 35-40 million kvadrat pol Ha, mahsulotlari kvadratga. bo'yicha. Ha, zo'r. Siz iminni o'sha raqobatchingizni analiz qilayotganda yoki umuman o'zingizni aytasiz, raqobatchim yo'q hozir O'zbekistonda deyarli deysiz. O'zingizni narxingizni belgilayotganingizda sizga nima xalaqit qiladi? O'sha sizga hozir kirib kelayotgan yangi igroklarmi yoki kichkina konkurentlarmi yoki klientni talabimi? O'zi aslida to'g'ri gapiryapsiz. Raqobat yo'q deyish, o'ylab ko'rish kerak bu narsani. Menda biznes segmentim 3 xil bo'lgani uchun qaysi biri to'g'ri gaplashayotganimizni bilib olishimiz kerak. Misol uchun menda do'kon segment bor. Ya'ni o'zimning premium do'konlarim bor. Men o'rta raqobat yo'q deb bildim. Keyin menda distributsiya bor. Ya'ni distributsiya degani men bozorga tarqatadigan mollarim bor. Ana o'rta raqobat bor. Chunki men o'rta segmentdan pastroq molimni tarqataman. O'rta raqobat bor. Uchinchi segmenti bor, bu B2B, B2G'li o'tda umuman boshqa segment, boshqa mahsulot, o'tda ham raqobat bor, biz kurashamiz. Katta proyektlarda kurashamiz. Mana 3 ta segmentim bor-da. Men o do'konlar masalasida aytsam, raqobatim yo'q deb qo'ydim. Meni qolgan 2 ta segmentda raqobatimiz bor. Narx belgilashda nima ta'sir qiladi? Xo'p, agar men o'zim Klient talabimi yo raqobatchilarmi? Kim ta'sir qiladi? qaysi mahsulotga nisbatan agar men B2G bo'lsa, to'g'ri men raqobatimni tahlil qilaman-da, narx belgilayman. Chunki o'tda tenderli bo'ladi-da. Tenderda siz klient talab ta'sir o'tda klient talab. Mani distributsiyada ham o'tda bozordan kelib chiqasiz. Lekin do'konimga qo'yayotganimda men o'tda o'zimni xarajatlarimdan kelib chiqib qo'yaman, o'zimni hisobimdan kelib chiqaman. Narxi, Narx. xarajatlaringizdan kelib chiqasiz. Chunki o'tda men sotadigan brendlar O'zbekistonda yo'q. Men eksklyuziv bo'lganim uchun o'zim xarajatlarimni kelib chiqib narx belgilayman. Chunki o'tda marketing bor, sotuv bo'limi alohida ishlaydi. Xullas, Shunga brendga talab bormi? Endi agar siz buni qilmasangiz, top of mind bo'lishga 2030-yilda Yevropol desa, aksariyat O'zbekistonliklarning miyasida pol bo'lishi uchun siz bu narsani singdirib borish kerak, kapitalizatsiya o'sish uchun. Shuning uchun biz shu ishni qilamiz. Tushundim. Yo'q, men savolim qilgan xarajatlarimni inobatga olib turib narx belgilayman deyapsiz. Narxi siz belgilay olmaysiz agar monopol bo'lmasangiz.
raqobatli bozorda monopol bo'lmasangiz narxsiz belgilay olmaysiz. Narxi talab va taklif belgilaydi. Sizni tovaringizga bo'lgan talab narxi belgilaydi. Siz uni talab bo'lmasa, oxiri sizni xarajatlaringiz baland bo'lsa ham tannarxdan past narxga sotishga majbur bo'lasiz. To'g'ri, talab kim shakllantiradi? Talab endi o'sha marketing qilasiz, sotuv qilasiz, boshqa shug'ullanasiz, lekin o'shanga aytyapman, narxini qo'yib keyin to есть hamma xarajatlarimni qo'yib narx shakllantiraman deganingizga men bunga kontr ataka qilmoqchiman. Narxni talab va taklif shakllantiradi, tovarga bo'lgan talab shakllantiradi. Agar talab juda yuqori bo'lsa, siz tannarxingiz mana bu yerda bo'lib, mana buncha narx ham qo'yishingiz mumkin. To'g'ri aytyapsiz. Lekin talab bo'lmasa, tannarxingiz bu yerda bo'lsa, pastga qarab ham tushib ketaverasiz. To'g'ri. O'sha talabni shakllantirish uchun insonlarga farqini tushuntirib bersangiz, ya'ni marketing yaxshi ishlasa, siz tushuntirib berasiz. Baraka topkur, manini $10 olmang, manini $15 olingda, siz 25 yil bizni tomondan kafolatini oling. G'iq desa bizni javob beraylik. Mana uni $15 olmaydi, mana $30 oling. Sababi chunki bu sizga to'g'riroq keladi. Ya'ni bu narsa oldin qiymatini tushuntirib, keyin narxini e'lon qilinadi. Qiymatini tushuntirish uchun biz marketingga katta pul tikamiz, brendga katta pul tikamiz. Shu asnoda sotuvchilarni malakasiga katta. Qaysi brendlar? Xo'p, birinchi o'rinda o'zimni Evropol brendimga pul tikaman. Ikkinchi o'rinda mana dunyoda pol mahsuloti bo'yicha number 1 Quick Step kompaniya haqiqatan number 1 deb hisoblanadi. Uni sifati, uni ekologik tizimi, biz o'shalarni distribyutorimiz, bizdan boshqa kim olib kira olmaydi O'zbekistonga. Parket bo'yicha Kosvik degan kompaniya bor, Haro bor. Hozir mana Italiyaning Foglidol kompaniyasini olganmiz. U ham butun dunyoning chempioni, italyanskiy parket bo'yicha u yerda chek уже 1 kvadratiga $1000 gacha boradi. Oho. Shunaqa mahsulotda biz ishlaymiz. Ancha yuqori segment ekan, qo'y. Xo'p, shunaqa yuqori segmentlikda biron bir mijozingizni qaysidir xato hisobiga kattaroq bir klient yo'qotgan paytingiz bo'lganmi? Конечно bo'lgan. Kattaroq mijoz yo'qotmaganmiz, lekin rosa gap eshitganmiz. Misol uchun esimda bor, $80,000 ga pol olib kelganmiz parket va bizni ustanovka jarayonida, ya'ni ta'mirlash jarayonida biz xato qo'yganmiz. Ya'ni bizning ustalar xato qilgan. Nimaga? Chunki anuni prorabni shoshiltirgan. Shoshil, davay tez. Xullas, baribir xato bizda. Pol g'ichirlayapti. Voy. Pol g'ichirlayapti, $80,000 pol g'ichirlayapti. Mijoz aytayaptiki, davay hal qil deyapti-da. Uni yoniga mebelni urib qo'ygan, hammasi yergan. Men telefon qo'yaman, oxiri aytayapman. Okay, deyapman. Otani aytolmaymiz endi. Yangi pol olib kelib beraman. O'zim ta'mirlab, o'zim almashtirib beraman. Deyapman-da endi. Muammo yo'q. Faqat xobding bo'ldi deyapman. Prosta g'ichirlayapti, boshqa hech narsa emas. Uni boshidan ta'mirlab qo'ysa bo'ladi, yo'q deyapti. Yo, rahmi kelib, "Mayli, endi bo'lgan ish bo'ldi ukam, hozir sen buni kafe anaqasini plintsini sug'urasan, ustiga mebel qo'yib qo'yganman, qo'yib boshim ortmagan" deganda indamagan. Shu bilan biz aybimiz bo'lgan. Undan keyin yana bitta joyini prosta hadya qilib berganmiz. Prosta pul olmasdan parket boshqa. Nech pulga tushgan shu hadis? Ya'ni xatoyingiz nech pulga tushgan demoqchiman. Ko'p emas, tushgan bo'lsa bir $10,000 ga tushgan. Yengil qutulganmiz. Shunaqa, buni xatolar bo'lib turadi. Keling, mana hozir holat yaxshi imенно Europol masalasida segmentlarni hammasini analiz qilib oldik. Zo'r va strategiya bo'yicha Alloh nasib qilsin o'sha mo'ljalizga yetishga endi yurmagan частьlar bo'yicha. Qaysi proyektlaringiz yurmagan va nima xato qilganligingiz uchun yurmagan? Voy. Keling, Alibazardan boshlaymiz. Og'riq uryapsiz-ku. Alibazar kompaniyasini o'zi qatdan kelib chiqqan bu fikr. Men Amerikada yurganimda u yerda Home Depot degan kompaniya bor. Ya'ni qurilish mollari bo'yicha chempion, Walmartga o'xshaydi. Men o'shani analogini O'zbekistonda qilmoqchi bo'lganman. Onlayn qurilish mollar bozori qilmoqchi bo'lganman va 2018-yilda men onlayn bozori ochganman. O'zbekistonda birinchi bo'lib hali onlayn qurilish bozori yo'q bo'lgan. Tikkanman, ochganman, u hattoki Kunuzlarda ham chiqqan. Kunuzda intervyular olishgan. Lekin u paytda odamlar tushunmagan. Nima degani onlayn bozor 2018-yil qurilish mollarini sen onlayn hamma karantindan keyin tushundida. Pandemiyadan keyin. Keyin 2019-yil birinchi offlayn magazinni ochganman. Offlayn Yunusobodda ochganman.
boshqaruvchi qo'yganman. Keyin uni asosida marketing uchun men esingizda bormi? NTVda shkola remonti degan programma bor. Ya'ni bitta ayol kelishadi, erkak va ayol xonada bitta xonasini ta'mirlab berishadi, podключ chiqarib yuborishadi, 2 haftadan kelib, keyin ko'zini ochib ko'rsatishadi. Vau deydi, hamma narsa hadya bo'lgan. Xuddi shu narsani O'zbekistonda qilganman. 2018-yil Zo'r TVda 10 ta perdacha qilganman. Zo'r TVda qo'yganmiz, prime time shanba kuni qo'yganmiz. 2019-yil My 5 da qo'yganmiz, prime time'da. Ya'ni men 20 ta shunaqa proyekt qilganman. O'sha Ali Bazarni rivojlantiraman deb. Xonadonni olardik, o'sha Ali Bazardan sotib olgan odam qutiga просто nomerini tashlab ketardi, keyin barabarni altirib, kim tanlasak, o'shani uyini ta'mirlab berardik. Tekinga o'sha payt 30-40 million. Rosa harakat qildik, muammo bu yerda nima? Muammo bu yerda Ali Bazar bilan Yevropolda rasfoks bo'lib ketdi. Ya'ni men o'zim SEOman Yevropolda yo buni tanlashim kerak, yo buni tanlashim kerak, chunki menga men xohlaganni boshqaruvchi balki meni pagon betmagandir, topa olmadim. Bu birinchi masala bo'ldi. Ikkinchi masala, u yerda Ali Bazarda qurilish mollarida katta problema bo'lgan narsa, yopilishiga yana bitta eng katta sababi, kengayib ko'payib ketmagani sababi bizda zakupda problemalar bo'ldi. Zakupda problem bo'lgani, chunki biz u molni borib qaysidir qismini, aksariyat qismini Urizorda olamiz. Nega? Urizorda olamiz chunki Urizor raqobatli bo'lishi uchun, narxda to'g'ri kelish uchun boshqa joydan olamizda. 170% yo'q. Kargo. Qora bozor kirib keladi. Olib kelasizda, uni olib kelasiz. Men endi unga prixod qilishim kerak. Uni qanaqa prixod qilasiz? Juda ham katta masala. Unga NDS to'laysiz, unga soliq bor, foyda soliq bor, hamma narsani qo'shaman-da, keyin do'konimni sotaman. Ana endi meni ro'paramda qurilish mollari tishimini ochib qo'ygan kichkina 100 kvadratli odam olyapti-da, shundan birsini olib, birsini 20 tiyin sotyapti-da. Prihodga rosa qiynalib ketdi. Eng alami tag'im sal kattaroq bo'lganingizdan keyin unda siz ro'parangizni prihodga qiynalmagan? Endi u naqdga olib naqdga ishlayverganda. Meni taxminan bizani kuzatuvimiz shuni ko'rsatgan. Eng qizig'i ani chekka ham nimaga bo'lsa ham siz kattaroqsiz endi Ali Bazarsiz. Siz oldingizga kelishadi jarima bilan. Muammo shu yerda bo'lgan-da. Xullas, unda ham muammo bo'lgan, prihodda ham rosa qiynalganmiz. Ya'ni uni qonuniy ishlashi va qonuniy bo'lganda narxda raqobatli bo'lishi rosa qiynalganmiz. Hisoblashib qo'ymagan ekansiz, siz bilmaganmiz. To'ppa-to'g'ri. Bo'lishi mumkin. Men qo'shilaman. Biz bilganimizda balkim eplay olgan bo'lardik. Shu ikkinchi masala. Uchinchi masala meni o'zimga ras fokusim yetmagan. Zo'r proyekt bo'lgan, yaxshi pul topganmiz, lekin men majbur bo'lganman. Bir kun shunda boshqaruvchim kelgan, "Alicher aka, nima qilamiz?" degan. Bo'ldi, yopamiz deganman. O'sha yerda 250 million dollarlik taxminan mol bo'lgan, anaqada do'konda. 250 ming. 250 ming dollarlik. Shunda shuni bugun yopamiz, yig'ishtiramiz. Shunda anaqa skladga olib axlat bo'lib ketdi, 250 ming dollarlik mol o'tdi. Ya'ni siz bilishingiz kerak-ku, men shunaqa insonman. Vaqtida to'xtashni bilish ham qobiliyatingiz. Vaqtida to'xtaysiz, yig'ishtirasiz, fokusni bir tarafga berasiz. Bo'ldimi, bo'ldi. Ya'ni qiladigan bo'lsa qilish uchun chaynalib yurish kerak emas-da. Yopadigan narsani yopish kerak, qiladigan ish qilish kerak. Shu. Prixod qilishni bilmaganingiz uchunmi? Bu sabablardan bittasi. Shu paytda ham bilmagan ekansiz. Unda men UGSimizga navbat joyiga kelayotgan ekanda. Любой savolingizga javob chiqib keladi. Ertaga misol uchun UGS bilan ishlaydigan bo'lsangiz, prixod qilishga qiynalolmaysiz. Mana prixod deydi. Yuristlar hujjatiga qiynalolmaysiz. Mana hujjati deydi. Hammasini qo'yib beriladigan yaxshi bir maydon. Demak, siz demoqchisizki, hozir men sizni prihodingiz bilan to'g'ri qilsam, ana kargodan olib kelib narx sotayotganlar bilan raqobatlasha olaman demoqchimisiz? Ha. Vizov qarang kattaligini. Qarang, gapirib qo'ydingiz, buni chiqaramiz. Bo'ldi. Chunki men praktikman, men praktika bilan gaplashaman. Konstruksiyani, ya'ni huquqiy konstruksiya chizib olinadi. O'sha konstruksiyadan yuriladigan bo'lsa, to'g'ri endi siz raqobatchingiz umuman kassiga urmasdan, efirda o'tirib, porasini berib qo'yib, juda ham adolatli nazoratchiligi porasini berib o'tiradigan bo'lsa, unda korrupsiya har doim davlatni yemiradi. Bu narsada ancha qiyinroq bo'ladi. Lekin narx jihatdan agar u kichikroq faqat единыйda o'tiribdi, siz kattaroqsiz endeks to'lovchi bo'lgan bo'lsangiz, u formulani to'g'rilab olish qiyin emas.
Bu yo'nalish bo'yicha katta guruhga kirmoqchi bo'lgan. Mana hozirgi kunda oziq ovqatga misol uchun ko'p guruhlar chet eldan investitsiya qilgan, rivojlanyapti, ko'ryapsiz. Kimdir sotib olgan. Qurilish yo'nalishida hali ham katta guruh yo'q. E'tibor bering. Ko'plar tahlil qilib ketdi bozorimizni. Men o'sha paytda ham esimda bor, Leroy Merlindan kelib tahlil qilib ketishgan. Juda ko'plar tahlil qilib ketgan, lekin yechimini topisha olmaganda, o'shaning uchun qilisha olmagan. Men tanimagan ekan hech payt. Zo'r. Shunaqa holatlar bor lekin. Zo'r. Xo'p, ketdik. Alibazar ketdi. Ketdi, chopildi u. Startup project. Startup project bu qisqa proyekt bo'lgan. Bu yerda bizni o'sha Amerikada kelib, bu yerda yoshligi o'sha kim yaxshi g'oya bersa $100,000 investitsiya qilaman deganman. O'sha payt $100,000 investitsiya qilib, davay любой proyektinglarni startapinglar yaxshi proyekt bo'lsa, haqiqatan men ishonsam, men investitsiya qilaman deganman. Rosa 3-4 marta o'tirib yig'ilganmiz, startaperlarni ko'rganmiz. Qo'ynimizda bo'lgani bo'lmagan. Bir xillarga taklif qilganimiz oxirigacha yetkazib olmagan. Mana shundan qolib ketgan bu proyekt. Bu ham qisqa umrli proyekt bo'lgan. Zo'r tradechi. Zo'r trade endi siz Amerikaga, biz Amerika to'g'risida yo'l oldik. Endi Amerikada bizning kompaniyamiz bor. Men siz bilan gaplashyapman. Siz o'zbekistonlik biznesingiz bilan emas. Amerikada o'rtalar ashirgan faqat bu yerda emas, Amerikada ham juda ham ko'p ishlari, bizneslari bor. O'shaning uchun hozir gaplashayotgan ko'p 2-3 tasi oxiri ketma-ket hammasi bu Amerikadagi bizneslar to'g'risida. Amerikada shu kichkinagina tadbirkorchilik qilamiz. Menimcha oshkora qilsa. Zo'r trade nima o'zi? Zo'r trade'da ya'ni olib sotishi zo'ri degani, zo'r trade. O'rta nima, distributsiyami yo nima u? Bizni oldi sotdi bilan shug'ullanamiz o'tda. Ya'ni mahsulot olamiz, mahsulot sotamiz. O'pti tarbiya. Ishlayapti, xudo xolos. Ishlayapti. Bu barakasini bersin. Xo'p, kelgusidagi O'zbekistondagi niyatlar mana anaqadan tashqari. Yevropoldan tashqari. Nima rejalar va nima maqsadlar qo'yilgan kelgusi 10 yilga? Maqsad juda katta maqsad, lekin og'ir maqsad. Men o'zi aslida O'zbekistonga qaytib kelishimning yana bitta asosiy sababi, chunki men qanchalik biz o'zbeklar zaifmiz, qanchalik biz qoloqmiz, qanchalik bizni boshqa davlatlar yeb qo'yishini osonligini ko'rib, shu ham menga og'ir bo'lib qaytib kelganman. Chunki Amerikaga borganimda men ko'rdimki, ularning tizimi qanchalik oldinda, qanchalik tizimlashgan, xodimlar qanaqa ishlayapti, qanaqa bunaqa tizim qurilgan, rosa ko'p savollar bo'lganda menda. Endi 2016-yildan keyin ochilgandan keyin O'zbekiston men bu narsani qanchalik biz qoloqligimizni ko'rdimda. Misol uchun o'sha tarixga qaytadigan bo'lsak, Chingizxon ham o'sha ikkita amirlik qo'shilmagani uchun bizni bosib olgan. Kibrlanganimiz uchun. Chor Rossiya 19-asrda bizni bosib olgani ham Xorazm xonlik, Qo'qon xonligi va yana bitta xonlik bor-da. Buxoro amirlik. Buxoro amirlik birlashmagan burisi. Bir taqobi hamma o'zbek bo'lganmiz, o'zimizga bek bo'lganmiz-da. O'zbek degan millat bormi? 10-asrda menimcha tashkil topgan bir tarixni o'qiganimda. O'zbekxondan kelib chiqqan. Nima demoqchiman? Ya'ni bizning tarqoqligimiz bizga doim tanbeh bergan, bizani bosib olishgan. Hozirgi bugungi kunda bizani bosib olish quroli bu tizim. Strategiya tizim bilan kelishyapti va ular bizani TTU bilan bosib olishyapti. Hozir urush qilish shart emas bosib olish uchun. Bosib olish uchun urush qilish shart emas. O'shaning uchun bu menga og'riq bo'lgan. Og'riq bo'lganda ham men kelganimda mana bugungi kunda O'zbekistonda qanaqa katta korporatsiyalar kirib kelyapti, katta guruhlar kirib kelyapti-da va ular kirganida birinchi bo'lib qoladigan shu O'zbekistonni tahlil qilyapti, 10 yillik strategiyasini tuzyapti. Bugungi kunda bozorda qancha bu bozori bor, o'zining yo'nalishi bo'yicha ruchka bo'lsa, ruchka bo'yicha qancha bozori bor, qancha savdo bor, qancha segment bor, xullas mana shu narsani tahlil qilishyapti-da, keyin strategiya bilan kirib kelishyapti va tizimli urush qilishyapti. Men mana ko'p tadbirkorlar bilan gaplashaman, aksariyatida strategiya yo'q. Bilmaydi nima qilishni, qanaqa qilish aksariyatida. Shunchaki bugungi kun bilan yashayapti. Bugungi kunda yashayapmiz-da. O'shaning uchun bizani savdoyimiz ham, bozorga ham berib qo'yamiz, suvda ham hamma tarafdan yutkazib qo'yamiz. Yutkazganimizdan keyin ham eng og'ir joyi bizni o'zimiz uchun xavotir olmasak ham bo'ladi. Mana siz, men bizni ozgina pul topib qo'ydik, joy qildik, uchastka qildik, yo'q qildikda va bolalarimizga investitsiya qilyapmiz.
bolalarimiz o'sha chet elda o'qiyapti, oliy ma'lumot olyapti-da, kelyapti-da, kelgandan keyin bizning biznesimiz sinib ketyapti, chunki ani korporatsiyalar kelib bosyapti bizning yo'nalish. Men aksariyat tadbirkorlarni ko'raman, yo'nalishni berib qo'yapti, xitoyliklarga, rossiyaliklarga berib qo'yapti-da, sinib ketyapti biznes. Bizani bolalar kelib o'shalarni qo'lida qul bo'lib ishlaydi. Oddiy menejer bo'lib ishlaydi. Bu juda ham og'riqli masala. Ikkinchi masala, men ko'rayotgan masalam, bizni ko'p chet elga borganimda o'zbeklarni nisbatan hali ham hurmati past. Mana oxirgi borganlarimda Rossiyada tamojada menga aytayapti-da, "Цель поездки" deyapti menga qarab. Men aytaman, o'zi tushunib kelyapman. Biznes desam, bundan menga qarab, "Все вы так говорите" deyapti-da, tirjay. Ichimda shunaqa g'ururim urib ketdi. Ya'ni biz Savor sen deding. Nima qilasiz? Hozirgi kunda ular besabab qaytarib yuborish mumkin, o'tib yuborish mumkin. O'shaning uchun aytmoqchimanki, bu meni og'rig'im, meni missiyam 10 yil ichida shunaqa qilishki, bizani tadbirkorlarning saviyasi shunaqa baland bo'lsinki, ular kelib bizani qo'limizda ishlasin. Uning uchun nima qilish kerak? Uning uchun mana biz marketing qilyapmiz. Hozir mana bizdagi treninglar juda ham kam. Hali ham bozorimiz bo'sh. Qo'l yetadi bizani sanab chiqqanida o'z aslida. Hali ham og'riq, hali ham anaqa yechim yo'qda. Yechim deganda bizni ko'proq bizdagi insonlar ko'payishi kerak. Mana sizga o'xshagan, menga o'xshagan ko'proq ko'payishimiz kerak. Qanchalik ko'p bizni ommaviy tarmoqqa chiqib mana shu narsa gapirsak, shunchalik ko'p bizga tadbirkorlar murojaat qilyapti. Miyasida haqiqatan shu narsa paydo bo'lyapti, o'qishim kerak ekan deyapti, kelyapti. O'zgaryapti, hech bo'lmasa o'zgaryapti. Shunaqa qilishim kerak ekan degan narsa bo'lyapti. Ta'lim tizimini o'zgartira olmaymiz deysizlar baribir. Juda og'ir, juda og'ir. Hali ham o'shani ko'p institut diplomcha o'qib kelishyapti bo'ldi. Mana shu meni og'rig'im. Ya'ni meni missiyam shu O'zbekistondagi tadbirkorlarni fikrini o'zgartirib, ta'lim masalasida baribir siz aytgan fikringizga qo'shilaman. Praktika yo'qda. Siz men misol uchun o'sha qaysidir darajada praktikadan o'tdik va siz biznes trener sifatida ham yordam berishga harakat qilyapsiz. Misol uchun men hujjatdan adashmanglar deyman, Alisher aka ham hamma tomondan moliyadan adashmanglar deydilar. Aynan praktikani ko'proq coach bo'lishi, ya'ni ko'proq treninglar bo'lishi va odamlar bunga e'tiborsizligiga aslida men ham achinaman. Haqiqatda e'tibor berish kerak. Nimaga? Qaysidir bosqichdan chiqib o'tgan odam borib trening qiladigan bo'lsa, odamlar deydi, u faqat nima 3-4 so'm pulini olyapti, boshqa degan tushunchada. To'xta. U odam 100 marta yiqilib, 100 marta o'rnidan turgan odam. Sen borib eshitsang, senga u 100 marta yiqilmaslik uchun nima qilish to'g'risida gapiradi. Bitta gapni o'zida. Shunaqa. Siz misol uchun kelgan odamga "Mana bunaqa qilib ko'rlaring" emasda, "Mana bunaqa qilsang yiqilasan to'chdan. Mana bu yerdan yurlaring" deb hali chakalazorni orasidan oyoqqa tikan kirmaydigan yo'llar ko'rsatasizda. O'sha narsaga ko'pchilik ahamiyat bermayotgani va misol uchun bor necha pul ekan 1 million, 3 million, 5 million, 10 million, 20 million desa, misol har xil kurslar ham, treninglar ham 10 million, 20 million desa, voy palonsin, to'xta. Bitta xatoing milliardga tushishi mumkin. Shunaqa. U yerda 10 ta xato qilmaslik yo'lini o'rgatadigan joylarga ko'pchilik e'tibor bermayapti aslida. Shu narsaga mana siz aytgan fikringizga juda ham qo'shilgan bo'lardim. Murod aka, mana bu yerda men salkam 5 yilga yaqin spikerlik o'qiyotgan bo'lsam, bu yerda biz ko'p narsani qilib ko'rdikda. Birinchisi, biz dars o'tib ko'rdik. Ya'ni dars o'tdik. Bir oylik darslar o'tdik. Unaqa bir oylik darsdan 7 ta mavsum o'tkazibman. De o'tda qarsiylar bo'ladi, anaqalar bo'ladi, aka baraka toping, grantalar berasiz-da, kelgan nimani o'zi joriy qildi desangiz 5% joriy qilingan bo'ladi. Men gapirgan gaplar. O'sha yerda menda og'riq paydo bo'ldi-da. Chunki men uning uchun qilayotganim, meni biznesim bor. Men buni qilayotganim bu biznesni o'zgartirish uchun-da. To'xta dedimda, keyin men strategiyani o'zgartirdim. Bolalar bilan aytdikki, endi dedik, biz ularni xodimlar o'qitamiz dedik. Xodimlar o'qitdik, to'g'ri, yana qarsiylar, yana taxminan bir 10% dan oshdi o'zgarish. Yo'q, bu ham bizning yo'nalish emas edi. Endi biz tizimni joriy qilib ko'rdik bittasiga. O'zgarish bor, lekin bizni ketsuv yana sinib ketyapti. Oxirgi hozirgi darsim emas, mana hozir 4-patok ketyapti. Biz boshqa yo'l tanlaganmiz. Menda 5 ta bo'lim bor. 5 ta narsani ko'rsataman. 2 oy ichida nimalarni men senga joriy qilib beraman deyman. Bizni joriy qilib beramiz birgalikda. Ya'ni mana siz kelyapsizmi? Aytamiz, mana qarang deymiz. Sizga
2 oy ichida 2 ta darsimiz strategiyani joriy qilamiz. Billa strategiyani ishlab, billa strategiyani joriy qilamiz, plan tuzamiz. Ikkinchisi, sotuv bo'limini AMO-CRM joriy qilib, sizni biznesga tushadigan qilib, sizni qo'lingizdan quramiz, bizni nazorat qilamiz, billa tushuntirib, tushunadigan qilib beramiz deymiz. Uchinchisi, marketing bo'limi qurib beramiz. Marketingni ham o'zingiz tushunib olasiz. Target qanaqa, marketing qanaqa nazorat qiladi, T2 bilan tushunib olasiz, ularni nazorat qila olasiz deymiz. U joriy qilingan bo'ladi deymiz. Hattoki kreativ videolar olib berib, target yoqtirib, keyin sizni xodim bo'lib ishlatib ko'rib, siz leadni ishlab, siz foyda kelayotganini tushuntirib beramiz. To'rtinchisi, u yerda HR o'rgatamiz. HR varonkalar qo'yib, bizda varonkalar bor-da. HR varonkalarni qo'yib beramiz. Xullas, mana shu hamma aytayotgan bo'limni 2 oyda san mana shu narsa joriy qilindi, menga ishlayapti deb galch qo'ysan, keyin ish bitirilgan bo'ladi. Mana shunaqa protsessga o'tib olganmiz. Orasida haydab ham yuboramiz agar qilmaydigan bo'lsa, chunki bizda laptop bilan keladi. 30 tatiga tadbirkor o'qitamiz. Bizani chekimiz bugungi kunda eng qimmati baland. Bizdagi chek menimcha O'zbekistonda yo'q bo'lsa kerak. Bizani tadbirkorlar uchun beradigan chekimiz eng kami $3,500 dan o'rtacha $5,500 bizda chek. Mana shunaqa chekni o'qitamiz va joriy qildirib beramiz-da natijani. Mana shunaqa holatda o'tdik, mana shu natija beryapti. Shunda ham 50% natija beryapti. Siz hozir mana eng qimmati deyapsiz. Men buni men hozir eshitayotgan tadbirkorlaringizga aytgan bo'lardim. 3,500, 4,000, 5,000 bu qimmat emas o'rtoqlar. Bitta kichkinagina apparat olsang o'zi $3,000 ga olasan. Oddiy kofe mashina olsanglar hozir tuzukroq kofe mashina olaman desang $7,000-8,000 gacha-da yaxshirolari. Hali kichkina bir kafeteriya qilaman desa, aslida bitta apparat puli. Lekin hozir Ajirgam aytayotgan narsalarga butun biznes strukturasini sizlar sog'lomlashtirib, u narxi bilan baholab bo'lmaydigan narsa aslida. O'shaning uchun men hozir aytayotgan narsam ko'pchilik misol uchun 10 million, 20 million desa qimmat deydi. Yo'q, bu aslida qimmat emas. Bu aslida investitsiya xolos. Shunaqa. Xo'p, Ashiraga jonga tegdi, yig'ishtiraman degan kuningiz bo'lganmi? Jonga tegdi degan kunim bo'ladi, lekin ko'pga bormaydi. Qaysi paytlar bo'ladi unaqa? Mana shu, ya'ni oilamga yetarli vaqt ajrata olmasam jonga tegdi deyman. O'z keyingi savolim shu edi o'zi. Hozir mana jonga tegdi deb ketvormoqchimiz 2 haftaga. Xullas hamma narsani tashab, chunki meni damam keyingi pog'onaga chiqishga katta sababchi bo'ladi-da. Damda yangi fikrlar keladi. O'shanga biznes sizni nimadan ayirayapti? Oila, sog'lik, asab. Asabiylashayotganim yo'q. Biznes bugungi kunda meni asabiylashtirayotgani yo'q. Aslida o'zi oilamga ham ta'sir qilayotgani yo'q. Aksariyati tizimlashgan bo'lgani uchun. Meni o'zi aslida asabiylashtirayotgan narsa oxirgi yillarda kelayotgan zarbalardan. O'zi aslida bizni siz bilan eng og'riq qiladigan insonlar yaqin insonlar bo'ladi-da. O'sha yaqin insonlarni zarba berishi ham siz yuragingizni ochib bergan bo'lasiz, hissiyotingizga ta'sir qilishga unga yo'l ochib bergan bo'lasiz. O'shandan foydalanib zarbalar asabni buzyapti. Lekin bir tarafdan men kechagina o'ylab ko'rdimda aytdim, voy xudoga shukr dedim, qarang shunaqa zarbalar beryapti. Birinchidan bu Allohdan sangi sinov. Ikkinchidan bu zarba asosida shunaqa mustahkam bo'lyapsan, shunaqa darslar olyapsan, hayotda darslarimda. O'shaning uchun men nima demoqchiman? Bu yerda aksariyat holda asabimiz yo oiladan yo yaqin insonlar bo'lgan insonlardan olamiz-da. Qattiq zarbalarni asab. Qolgan energiya beradi. Qolgan energiya beradi. Asosiy energiya beradigan narsa men uchun asosiy energiya oladigan narsam oilam, ayolim. Meni shu kungacha yetkazgan inson sababchi ota-onam bo'lsa, oldimda bel bog'lab turgan ayolim deyman. O'zi ko'pchilik bu yerda har xil negativlik borish mumkin, lekin haqiqat shu. Haqiqat shu. Shuning uchun ertaga sirdoshing ham, ertaga oldingda turadigan inson ham shu deb bilaman. O'shanga juda baxtli deb bilaman o'zimni. Hammasini boshqatdan boshlash kerak bo'lsa, qaysi xatolarni qilmagan bo'lardingiz? Oilam bo'yicha 100% shu qadamni qo'ygan bo'lardim. Chunki men o'zim ayolimni ko'p gapirganman. Men yaxshi ko'rib olmaganman u ayolni. Ya'ni prosta kerak bo'lgan, bilganman, uchrashganman, Alloh xohlagan shu ayolni olganman, keyin sevib kelgan. O'shaning uchun aytmoqchimanki, to'g'ri qilganman, umuman adashmasdim. Hayotimda qilmaydigan ishlarim biznesdan biznes sakramagan bo'lardim.
chunki ko'pincha biz bitta biznes qilamiz. O'zingizdagi qaysi xatoni qilmagan bo'lardingiz biznesda? Hop, biznesda bir ikkita yo'nalishlar bor. Noto'g'ri yo'nalishga umuman qadam qo'ymagan bo'lardim. Juda harom, juda noto'g'ri, juda hayotimni buzib yuborgan narsalar bu shular bo'lgan. Mana shularga boshqa Ya'ni bizda halol haromligiga katta e'tibor qaratasiz. juda kreditdan uzoqroq bo'lgan bo'lardim. Bu juda muhim. Juda Eshitgan hamma tadbirkorimiz. juda muhim. Men kreditni mana ishonasizmi, o'shanda aytdimizki, 1 million dollar Ipak yo'lidan kredit bank qarzim bor dedim-ku. Mana shu o'zimga o'zim aytdimda, bo'ldi, bugundan boshlab kredit olmayman, va'da beraman dedim. O'zi pul yo'q, aylanma yo'q, hech qayerdan olishni bilmaysiz, lekin mana shu va'dam berganim uchun miya ishlab ketdi, boshqacha ishlab ketdi. Qayerdan pul topsa bo'ladi, nima qilsa bo'ladi? Chunki siz miya agar kredit bilan qilsangiz, kreditaman bo'lib qolar ekansiz. Men buni mendan chiqqan gap, menimcha kreditaman, narkomanni kreditaman-da. Kreditga ishonib yuraverasiz. 10 million olaman, 1 million olaman, 10 million dollar olaman va hokazo-da. O'shanga miya ishlab ketar ekan, bunga yechim topar ekansiz. Chunki millionlab yechimlar bor miyada, o'shani prosta qilib neyronlar ishlab ketadi. Yechimni topilgan. Shu. Biznesni rivojlantirishda boshqatdan boshlash kerak bo'lsa, nimalarga e'tibor bergan bo'lardingiz? Xatolarni aytdik. Zo'r. Rivojlanish uchun nimalarga katta e'tibor qaratgan bo'lardingiz? Mani eng katta xatolardan bittasi, e'tibor berardimki, men biznesda birinchidan kim bo'lmoqchiligimni aniqlab olardim va o'sha insonni oyog'ini tegayotib xizmat qilgan bo'lardim. Tekinga choy damlab oldida yurib hamma ishini qilgan bo'lardim. Chunki eng zo'r saboq, eng tez o'sish shu yerda bo'lardi. Men shu xatoni qilganman, ya'ni men o'zimdan o'zim peshanimdan urilaverib, sochim to'kilaverib, pul yo'qotaverib, o'zimdan o'zim dars olganman. Juda noto'g'ri. Men aniq darsda ham aytaman, sizlarga juda baxtli insonsizlar, chunki men sizlarga million dollarlab tushgan xatolarni aytib beraman. Buni qilmang, mana uni qiling deyman. Ya'ni katta qimmat tushgan xatolar qilmagan bo'lardim. Bitta yo'nalish tanlardim. O'sha chempionni tanlardim. O'sha chempionni oyog'ini tagidan ketmasdim. Xizmatni qilardim. Ya'ni eng zo'ri bilan eng zo'rini ushlab olish kerak bari. Eng zo'rini ushlab olib, eng zo'rini xizmatni eng yaqin inson bo'lib olardim. Choy damlayverardim. Choychisi bo'lardim. Zo'r. Mana shu bizda imенно boyaga aytgan Z avlodlar shogird masalasiga imенно sabrsizlik shu yerda borda. Mana endi savolda bir oy. Hozir mana любой Z avlod, taxminan aytaylik 16 yoshsiz 20 yoshgachasida. Hozir bir oy o'zini kumirini topsa-da, mana kim bo'lishidan qat'iy nazar. Balkim u Jahongir akadir, balkim u Murod akadir, balkim u Zafar akadir. Misol farqi yo'q, kim bo'lishidan, balkim u sizdir, balkim boshqa insondir-da. Bir oy sizni uyingizni eshigini bilib, chiqayotganingizda assalomu alaykum deb chiqqaningizda yo ballonni artib qo'ysa, yo mehr bersa, yo bir narsa qilsa, xizmatingizni qilsa-da, nima deb bo'lish? Shu odam bir oy sizni xizmatingizda yursa, orqangizdan qolmasa, siz e'tiboringiz tushadimi? Boshqa variant ham yo'q. Bir oy. Boshqa variant ham yo'q. U buyoqqa mana bunday o'zingizni borini singdirasiz unga. Zo'r. Ya'ni aytaman-da, insonlik. Men taxminim bor, shu mana hozir aytgan insonlarimga ham mana shunaqa oddiy narsa qilinmaydi. Ya'ni masalan bir oy sizni umringizga ketkizsangiz, shu insonlarni ko'zga tushasiz, shu insonni o'ziga tortadi sizni. Hozir vaqtim yo'q, vaqtlari yo'q ekan surib yuborishadi bo'ldi. Bir marta harakat qilish mumkin. O'shanda ham qanaqadir o'zini vaziyatini tushuntirmoqchi bo'ladi. Yo'q, sen vaziyatni tushuntirma, sen oldin foydaliligini ko'rsat. Shunaqa. Zo'r. Keling, yakuniy bir savollarimiz bor. Mana biznes masalasida hammasi boshladik. Что har bir mutaxassis bilan shug'ullanib kelish masalasi aynan qog'oz gapiradi masalasiga endi. Siz uchun mana shuncha biznes yaratilishida, shuncha biznes tizimlashtirilishida va strategiyada erishish uchun qog'oz gapiradi deganda nima tushunasiz? Juda zo'r hozir tushunaman qog'oz gapirishini, chunki haqiqatan qog'oz gapiryapti-da. Qanchalik qog'ozda muhrlangan bo'lsa, soliq bo'lsin, buxgalteriyangiz, sherikchilik, nima bo'lishidan qat'iy nazar, agar muhrlangan bo'lsa, qog'oz gapiradi. O'shaning uchun qog'ozni to'g'ri to'ldirishni bilgan inson bugungi kunda raqamda gaplasha oladi, bugungi kunda tinch uxlay oladi. Meni fikrim. Qog'oz gapiradi, demak tinch uxlashingni anaqasi omili. Конечно. Tinglovchilarga, tadbirkorlarga o'zingizni, masalan, bugungi ko'rsatuvimizga doir so'nggi motivatsion bir fikringiz, tavsiyalaringiz. Tavsiyam shu bo'ladiki,
bolalarimga gapiradigan gapimni gapiraman. Men bolalarimga doim gapiraman. Mana shu butun dunyo sizlarning oyog'inglarni tegdi deyman. Bolam kim bo'lmoqchi bo'lsang, shuni bo'lasan. Просто xohlagin bo'ldi. Ya'ni o'zi bu dunyo sen uchun yaratilgan. Hamma narsani erisha olasan, hamma narsa seni qo'lingdan keladi deyman. Har doim bolalarimga aytaman. O'shaning uchun kim deb o'zingni fikrlasang, aynan shu darajaga erisha olasan. Chunki hamma narsa mana masjidimizda-da. Mana masjidni o'zgartirsa, hamma narsa o'zgaradi. Men buni sababini ko'p ko'raman hayotda. O'shaning uchun qo'rqish kerak emas. Maqsadga qarab harakat qilish kerak va fikrlashni o'zgartirish kerak. Fikrlashni o'zgartirish uchun eng asosiy omil bu muhit. Muhitni o'zgartirish kerak. Bir muhitni o'zgartira olmasang, hech bo'lmasa kitobdan o'rgan, videolarni ko'r, o'sha insonni oldida o'tirgandek bo'lasan. Juda muhim. Men shuni aytgan bo'lardim. Ashirga katta rahmat. Bu hozirgi gaplaringiz nafaqat bu tadbirkorlarga siz bizdan kuzatayotganlik, men o'zim uchun ham zo'r motivatsion so'zlar bo'ldi. Katta rahmat sizga. Yana bir marta studiyamizga tashrif buyurganingizga, yo'q demasdan tashrif buyurganingizga, o'zingizni fikrlaringiz bilan hayotiy jarayon davomidagi xatolar va u xatolarni aytishingiz o'zi ham ko'pchiligiga yaxshi-da, buni odam qilmasligini o'zi katta yutuq hisoblanadi aslida. Va bu fikrlar bilan bo'lishganingizga, hamma tavsiyalaringizga hammasiga katta rahmat. Alloh nimaiki Allohdan so'rab niyatingizdek duo qilib so'ragan bo'lsangiz, mana 10 yilga kerak bo'lsa shu vatanni ham, millatimizni ham yuzini yorug' qilishga harakat qilaman degan niyatla qilingan ekan. So'raganingizdan afzaliga yetkazsin, oson qilsin. Amin. Har doim haqqingizga duodamiz. Katta rahmat. Hurmatli tinglovchilar, Ashir akam bo'yicha aytilgan masalalarda qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, tinglovchilar bilan tomoshabinlar bo'ladi. Tadbirkorlarimiz va hurmatli tomoshabinlar, Ashir akam hozirgi yuqorida bo'lgan suhbatlarimizdan kelib chiqib qanaqadir savollar bo'lsa yoki nimadir qolib ketdi, yana hamma narsani bilgim kelyotgandi deydigan bo'lsanglar, albatta kommentariylarda yozinglar. Bevosita juda bo'lmaganda o'zlaridan Ashirga video qilib tashlab bering deb bo'lsangiz iltimos qilamiz. Chunki men o'zim hozir bugun juda ko'p narsa oldim. Men o'zimdan ham juda ko'p savollar qolib ketgan. Hali alohida bir pillacha ustida yana suhbat qilamiz bu masalani. Yana qaysi ustozlar bilan, ustoz tadbirkorlar bilan yoki ustoz bir mutaxassislar bilan suhbat qurishimizni xohlaydigan bo'lsanglar, albatta uni ham kommentariylarda qoldiringlar. Xudo xolisa, Alloh qodir qilgancha ular bilan ham bunaqa yuzma-yuz o'tirib iltimos qilib, sizlar uchun chiroyli bir suhbat qilishga harakat qilamiz. O'zinglarni ehtiyot qilinglar, tadbirkorlikka Alloh barakasini bersin, qog'ozni joyiga qo'yib qo'yinglar. Salomat bo'linglar. Rahmat.